Assalomu alaykum. Qamar kitoblar do'koni tomonidan faoliyat yo'lga qo'yilayotgan shu matn ortida klubiga tashrif buyurgan aziz kitob ixlosmandlari, sizlarni hammanglarni shu joyda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Biz kitob o'qish asnosida undagi satrlarni ko'ramiz, so'zlarni o'zimizcha tushunishga urinamiz. Ammo har bir kitobdagi matn ortida o'ziga xos bir yozuvchini aytmoqchi bo'lgan bir yashirin ishoralari, o'zini o'ylari bo'ladi. Biz shu matn ortida loyihasi orqali shu yozuvchilarni aytmoqchi bo'lgan bir yashirin gaplarni qaysidir ma'noda topishga, qaysidir ma'noda shunga izoh berishni maqsad qilganmiz va shu maqsad yo'lida biz endi bu yerda tabiiyki kitob o'qimaymiz, kitobni his qilamiz, uni tahlil qilamiz va anglashga harakat qilamiz. Birinchi dasturimizga ustoz, jurnalist, futbol sharhlovchisi Xayrullo Hamidov taklif qilganmiz. Xayrullo aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Endi bu yerda tabiiyki shu mutolaaga ixlosmand bo'lgan odamlar yig'ilgan. Umuman o'zi birinchi o'qigan kitobingiz qaysi bo'lgan Xayrullo aka va qanaqa taassurot qoldirgan shu kitob sizda? Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, opalar, singillar, xush kelibsizlar. Xursandmiz. Hozir mana shu anjuman boshlanishidan oldin akaxonimiz kelib turib, aynan kitob o'qiyotgan yoshlarni ko'rganlarida xursand bo'lishlarini aytib o'tdilar. Bu eng quvonchli hodisalardan biri. Haligi peshonasidan o'pkim keladi, kutubxonadan chiqqan bolani degan ma'noda bir she'r ham bor edi. Shuning uchun tabriklaymiz, qutlaymiz mana shunday anjumanda o'zi umuman o'tirganimizdan, shu suhbatga mansub qilganidan, shu suhbatda farqi yo'q qaysi taraf bo'lishimizdan qat'iy nazar o'tirganimiz bu katta ne'mat, bunga shukronadamiz. Xo'p, endi Temurbekning savoliga to'xtalib o'tirgan bo'lsam, men shu birinchi degan savollarga o'zi ko'p bilganman. Birinchi sharhingizni desam hech eslolmayman. Lekin menimcha o'sha yoshlikda o'qilgan, hali anglangan kitob menimcha birinchi o'qilgan kitob bo'ladi. O'ta yoshligimda Sariq devni minibni kitob sifatida taniganman, ko'rganman. Shuning uchun bo'lsa kerak, juda ko'p farzandlarga tavsiya etilayotgan paytda ro'yxatimda Sariq devni minib bo'ladi. Chunki hammada har xil holat bo'ladi. Misol uchun kimdir kitobsevar odamni uyida yashaydi, ya'ni otasi kitobsevar bo'ladi. Men dadam fizikadan o'qituvchi bo'lganliklari uchun ko'proq atrofda ilmiy kitoblar bo'lgan va futbol muxlisi bo'lganliklari uchun futbol kitoblari ham ko'p bo'lgan. Mempele, Garincha, yana boshqalar shularni o'qib ulg'ayganmiz, lekin adabiy kitob nuqtai nazaridan Sariq devni minib. Shuning uchun ham Usmon akaning gaplar menga juda ham yoqadi. Usmon Azimni aytyapman. Intervyu olgan paytimda shoir va yozuvchilar bilan ko'rishaman, hammasini mehr bilan, bir yaxshi bir nigoh bilan, yaxshi bir do'stona qo'llardan siqib qo'yaman, lekin Xudoyberdi To'xtaboyev bilan Anvar Obidjonga kelganda butunlay o'zgaraman. Ularni uzoq vaqt qo'llarini siqib turaman, chunki ular bolalar adabiyotini saqlab qolgan degandilar. Shuning uchun bolaligimdagi xotiram Sariq devni. Rahmat. Xayrullo, siz buni 2018-yilda 3 marta Jahon chempionati paytida futbol sharhlagandik. Obilatonada. O'shanda his qilganman, futbol sharhlash tashqaridan qaraganda juda oson tuyulgani bilan aslida juda ham qiyin ish ekan. Chunki siz so'z boyligi juda ham ko'p bo'lish kerak, vaziyatga baho berish. Deylik, endi bitta qismi sharh bo'ladigan bo'lsa, shu kitob o'qishni foydalarini his qilish nuqtai nazaridan shu sharhdan tashqari yana qaysi o'rinlarda o'zingizda tanangizda his qilgansiz, ya'ni shu kitob o'qishni foydalarini? Endi kitob o'qishni biror bir sohaga muayyan bog'lamagan bo'lardim. Bu kitob o'qish xuddi non yeyish kabi qabul qilinadigan narsa aslida. Misol uchun nonni quruvchi yoki o'qituvchi yeyish kerak demaymiz, hamma yeyish kerak. Sababi u nonni yegandan keyin iste'mol qiladi va quvvat hosil bo'ladi. Kitob ham shunaqa deb o'ylayman va hammani faoliyatida u kim bo'lib ishlashidan qat'iy nazar kitob uning yuzidan, gapidan, fe'lidan ufurib turadi.
man ishonmayman kitob mani o'zgartirmagan degan kitobxondan. Endi agar kitob o'qib yurgan bo'lsa, u o'zgarganini bilmasligi mumkin, lekin kitoblar baribir insonni o'zgartiradi, dunyoqarashga ta'sir qiladi va qay bir o'rinda o'zi bilmagan holda o'sha kitobda bildirilgan fikr yoki xulosaga tayanib ish yuritadi. Demak, kitob uni hayotiga ta'sir qilyapti. Menda kitob juda ko'p holatlarda mana shunaqa o'rin tutadi. O'zim bunga e'tibor berganligim uchun bilaman. Hattoki endi baribir misol keltirishga o'rganib qo'yaman. Misol keltiraman o'sha paytlardan. Birinchi tushgan paytimda, mayli ana kod bilan gapiraylik, chohga deb gapiraylik. O'sha paytlarda inson shunaqa holatga tushadiki, hech kim boshiga tushmasin, u inson o'zi bilan o'zi talashadi, inson o'zi bilan kurashadi. Bir kunni o'zida minglab fikrlarga keladi, minglab xulosalarga keladi. Qiyin-da, misol uchun ko'chada, jamiyatda aralashib yurgan odam, hali keng joyda yugurib yurgan bir tulporni bitta kichkina xonaga kiritib qo'ysa, u menimcha boshida bir tipirchilab joyiga o'tirgunga qadar 2-3 kun o'tadi, qiynaladi baribir. Menda xuddi shunaqa jarayon bo'lgan va o'sha jarayonlarda eslayman, agar biror bir narsani odam eslamasa, biror bir voqeanimi yoki kitobdan qanaqadir iqtibosnimi qiyin bo'lib qoladi. Va ko'p joyda aytganman buni. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhni bir gaplari bo'lmasa, unaqa hech qachon gapirib yurgan gapim bo'lmagan hayotda. Misol uchun Qur'on yoki hadis, muqaddasotlar, juda katta gaplar o'sha paytda nimagadir hayolim kelmagan. Keladi-yu, lekin u bir misol tariqasida o'tib ketaveradi. To'xtaydigan, hali qip-qizil yonib turib, mana shu gap hozir sen uchun tushadi, seni formulang degan ma'nodagi gap o'sha Ibn Muborakni bir gaplari bo'lgan. Men shu gapni eslaganimdan keyin tavba deganman, o'zim bir paytli gapirganman, lekin bu gapirgan paytimizda biz tishlarimiz orasidan chiqib ketgan bo'lishi mumkin u gap, lekin uni tushunmaganman. U gap, endi ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, taqdir seni qo'lingni ushlaganda sen unga ikki xil munosabatda bo'lishing mumkin. Agar indamasdan u bilan ketsang, manzilga eson-omon yetishing mumkin, to'g'ri, seni qo'lingni siqib borishi mumkin, qiyin yo'llardan olib borishi mumkin, lekin baribir manzilga borishing mumkin. Lekin unga qarshilik ko'rsatsang, isyon qilsang, baribir sudrab olib boradi degan. Balki manzilga ham yetib bormasdan degan mazmundagi gapi mana shu nuqta bo'lgan. Ya'ni buning uchun ham hali mashhur gap borku, kichkina gunohni kichkina demanglar, kichkina savobni kichkina demanglar. Balkim rahmat o'sha kichkina savobda yashiringan bo'lishi mumkin. O'zi odatda shunaqa bo'ladi. Kichkina amallarni odam o'zi xolisroq qiladi. Katta amallarni xolis qildim deb o'ylaydi-yu, lekin mashhur xabarlarda kelishicha ko'proq katta amallar insonni qutqarmaydi. Kichkina hali itga suv berish, keyin yana boshqa xullas yo'ldan bir cho'pni olib qo'yish, toshni olib qo'yish inson qutqaradi. Chunki baribir inson buni ixlos bilan qilish kerak-da. O'sha kichkina amallarni o'ylamasdan insonlar uchun deb turib xolis qilgan bo'lsa, haqiqatan ham o'sha najot bo'ladi. Yoki kichkina gunoh bu kichkina-ku deb turib qiladi va kichkinasi ertaga juda katta balo olib kelishi mumkin bo'ladi. Ko'pincha men o'sha tergov ko'rgan, yana boshqa ishlar bilan yurgan juda ko'p qismatdoshlarni bilan gaplashganimda, ularning voqealari shunaqa bo'lardiki, hamma joyda formula bitta ishlaydi shekilli, fizika qoidasi. Ular aytadi, misol falon ish qildik, piston ish qildik, kimnidir uyini katta ishlarni qilgan bo'lishi mumkin. Jinoyat olamida o'mardik, o'qildik, bu qildik. Keyin oddiy bir yaxshi ishlamaydigan telefonni o'g'irlaganda qo'lga tushib qo'ygan bo'ladi-da. U katta ishlarni yopib olgan bo'ladi, katta ishlarni bekita olgan bo'ladi, lekin qanaqadir arzimaydigan bir ish bilan o'rganib qo'yindi. Baribir kichkina amal go'yoki o'sha kosa to'lib turib oxirgi tomchi kabi hammasini yuzaga chiqarib yuborishi mumkin. Kitob ham shunaqa demoqchiman. Ya'ni hozir o'tgan kunlar haqida gaplasharmiz yoki boshqa kitoblar haqida gaplasharmiz, lekin uni biz haqir ko'rmasligimiz kerak, kichkina ko'rmasligimiz kerak va hayotimizga ta'sir qilmayapti deb o'ylamasligimiz kerak. Bu ta'sir qiladi. Aniq ta'sir. Qaysidir joyda men o'g'limga aytaman, darvozabon o'g'limga, o'tgan kunlar o'qi deb san'atlar domlalar rosa ko'p tayinlaganda, boshqa qilganda, yurdi oxiri endi
darvozabonni endi baribir YouTube'da ko'rib qolmasmikin hozir. Soha shunaqa, yiqilaverib boshqacha fikrlashi mumkin ular. Xo'p, nima o'zgaradi deganda, misol uchun bitta to'pga seyv qilayotgan payting, qaytarayotgan payting, shuni o'qiganingda sal boshqacharoq fikrlashing mumkin. Ya'ni o'zi unaqa bo'lmaydi, lekin majozan aytyapmanki, qaysidir harakatingda shu o'tgan kunlar nasibasi bo'ladi yoki mehrobdancha farqi yo'q. Kitob o'qigan odamdagi fikr, men bunga Belgiya futbolchilarini ko'p misol qilaveraman hamma joyga borganimda. Belgiyada bolalar futbolini o'zgartiramiz deb turib, inqilob qilib yuborishgan. Bolalar futbolga e'tibor, nimaga biz yonimizda Fransiya, nima bizning yonimizda Germaniya yoki Gollandiya bunaqa texnikali-ku, biz unaqa emasmiz deb 2000-yillarda tahlil qilishgan va IQ masalasida muammolar futbolchilarda borligi ma'lum bo'lgach, shunaqa hali chuqurlashtirilgan ilmlar maktab akademiyalariga ko'p berilganki, 6 yildan keyin bizda bor, mana misol futbol turnirlari bo'lsa, fizkultura universitetidan yoki institutidan kelganlar qatnashishi mumkin emas. Chunki mumkin emas-da, ular o'zi sportchi. Sportchilar qatnashishi mumkin emas deyiladi. Yoki zo'r ta'lim dargohlari bor, ular olimpiadada qaysidir soha bo'yicha qatnashishi g'irrom bo'ladi. Ular bunga qattiq o'rgatilib, shu oxir oqibat Belgiyada 6 yillik ta'limdan so'ng Kevin De Bruynelar, Eden Hazardlar chiqishdan sal oldin olimpiadada futbol maktablarida o'qiydiganlarni ishtirok etishi taqiqlangan. Ya'ni shu darajada futbolga qatnashadigan yigitlar IQ'si yuqori bo'lib ketgan, ularning qatnashishi to'g'ri bo'lmagan, boshqalar uchun adolat bo'lmagan va ular yutib qo'yaverishgan. Chunki ular maktabga boryapti, saralangan yigitlar albatta Lukaku degan futbolchini yigitlar bilsa kerak, shu 7 ta til biladi. Endi o'zi Belgiya hududi shunaqa 3 ta tilli mamlakat-ku, lekin ko'pi 7 ta yo 6 ta til biladi-da. Nimaga desa, shunaqa chuqurlashtirib o'rgatilgan. Va o'sha belgiyalik futbolchilarning harakatida ko'raman, men o'g'limga shuni aytayapman-da. Shular fikrlashi, keyin biron bittasi bir janjalkash emasda, men Belgiya terma jamoasida konfliktli futbolchini ko'rmayman. To'g'ri, mana oylik masalasida uni shaxsiyati chiqib kelishi mumkin. Kitob hamma narsani ham o'zgartirib tashlamaydi. Kitob misol uchun odamni ba'zi ochko'zligini yoki boshqa jihatlarini qisman egovlashi mumkin, qisman bir randalashi mumkin, lekin butunlay o'zgartira olmaydi deb o'ylayman. Tabiat qoladi. O'sha tabiatidagi bir unsurlar bo'lmasa, qolgan hamma masalada belgiyalik futbolchilar juda aqlli, fikrli, maydonda ham paslari yoki boshqa narsasi ochilishi boshqalardan ustunroq deb. Nima uchun aytayapman buni? Kitob albatta insonning hayotiga ta'sir qiladi, fikrlashi o'zgaradi va gap so'zda yoki boshqa joylarda bunga yordam beradi. Rahmat. Bugun shu o'tgan kunlar roman haqida gaplashishni reja qilgandik. Shu romanni kirishida Qodiriy domla yozadilarki, bir havas bilan boshladik dedilar. Ya'ni o'zi ham yozuvchilik nuqtai nazaridan qaraganda, endi aksar yozuvchilar o'zining zo'r asarlarini 30 yoshdan keyin yozishadi. Shu nuqtai nazardan endi u kishi yosh ham 23-24 yoshlar atrofida yozganlar va endi oradan 100 yil o'tdi va nima uchun haligacha birinchi romanimiz eng zo'r bo'lib turibdi? To'g'ri e'tirof, ya'ni kim yozuvchi xalqi asosan o'zining katta asarlarini nisbatan 40 yoshdan keyin yozadi. Chunki yozuvchilik shoirlikdan farq qiladi. Shoirlar misol eng zo'r she'rlarni 9 yoshdan bir 30 yoshgacha yozib qo'yishi mumkin va juda ko'p shoirlar, bilmayman, taqdir shunaqa, shoirlar ko'proq vaqtliroq ketadi-da, o'zi qoida bo'yicha. Osiladi, otiladi, nimadir bo'ladi, xullas. Pushkinmi, Lermontovmi, bittasi 37, bittasi 27. Bu normal hodisa emasda, misol uchun rus tarixida. Nimaga deyilsa, ko'p ehtimol shu shuur, she'r, insonni hissiyoti albatta aqldan tashqarida bo'ladi. She'riyat bu aql tugab turib samovatga ulangan maskan deyishadi o'zi. To'g'ri, aqliy yondashadi, aql ishlab turadi, lekin she'rda aynan mana shu hissiyot bo'lganligi uchun shoirlar boshqacharoq bo'ladi. Yozuvchilar bu hayotni ko'p qismini, jabhasini ilg'ashlari kerak. Abdulla Qodiriy ham shu eng zo'r asarni
Men ham shunga ajablanaman ko'pincha. Lev Nikolayevich Tolstoy Anna Kareninani 48 yoshdami boshlagan ekan, buni oldim. Bir podkastda qatnashishim kerak edi, o'sha yerga material to'playotgan paytda Anna Karenina menga yoqadi, yaxshi yozgan. Anna Karenina o'zi emas, o'zi umuman asar haddan tashqari bir balog'at bilan yozilgan. Shuni 48 yoshda boshlagan bo'lsa, juda katta asar, qalin asar bu yerdan bo'lsa kerak. Va u asarda ayollarning fe'li hamma narsasini, erkaklarni, keyin Xudoni izlash, juda ko'p narsalarni Tolstoy mukammal darajada ifoda etgan. Hatto urush va tinchlikdan ham ko'proq yoqadi shaxsan menga. Urush va tinchlik endi bu boshqa narsa. U ham oila, hamma narsa, qadriyatlar bor-ku, lekin Anna Karenina nazdimda shu Tolstoyni ko'proq yashaydigan asaridek tuyuladi. Yoki Telba, masalan, Jinoyat va jazodan keyin yozgan Telbada bir mukammalroq odamni ifoda etmoqchi bo'lgan, lekin u yerda ham sevgi uchburchagi bor. Ikkita qiz va bir yigit bo'ladi. O'tgan kunlarda ham shunaqa. Men boshqa bir o'sha yaqinda chiqadi, xudo xohlasa ko'rgan bo'lsanglar kerak, birinchi soni chiqdi, keyingi soni chiqadi. U yerda juda tortishuvon bo'lib ketdi. Bosh qahramon kim degan mavzuda ozgina tortishdik, sal podkast ko'rinishga olib kelmoqchi bo'ldik va unda men Zaynab degan variantni ilgari surdim va yutib chiqdim. Endi bizda futbol ko'nikmasi bor, futbol podkastlarda ko'p tortishamiz, shuning uchun ularni yengib qo'yish qiyin bo'ladi va ularni tanlagan obrazlari qiyin edi. U obrazlar bilan yutib olishga. Bittasi O'zbekoyim, bittasi Yusufbek Hojiyev. Lekin ular ham o'zlarining fikrlarini ilgari surishdi va ko'p qo'shiladigan joylarim bor edi, lekin Zaynab bu umumiy mana shu o'zi roman deyilgani muhabbat-ku, sevgi. O'sha romandagi eng asosiy figura va o'shani topgandan keyin Abdulla Qodiriy menimcha o'tgan kunlar yozishni boshlagan. O'sha mashhur voqea o'g'illarini Habibulla Qodiriyni Otam haqida degan kitobi bor. Ko'rgan, o'qiganlar bo'lsa kerak. Menga juda ham yoqadigan asar. Endi u yerda roman deb ko'rsatilgan bo'lsa ham, qanaqadir romanga o'xshab yozishga intilish bo'lsa ham, nazdimda bu qarzni o'tashdek vazifani bo'yniga olgan Habibulla Qodiriy. Habibulla Qodiriy o'sha yerda otasini aynan qayerda burilish bo'lganini va asarni yozishni boshlaganini tushuntirgan. Eshitgansizlar, bilasizlar, Abdulla Qodiriyning otasi 100 ga yaqinlashib qolgan payti bo'ladi. O'zi ham 70-75 boy, menimcha. Abdulla Qodiriyning o'zi, Qodiriy o'sha payt 23-24 yosh bo'lsa, 100 ga yaqinlashib qolgan otasini oldiga Andijondan bir inson keladi vodiydan va shunda otalari vodiydagi uychilar, Toshkentdagi uychilar yaxshimi deb so'raydi va Otabek o'tgan kunlar yozishni boshlaydi. Ya'ni nuqta topgan. O'sha ushlab turadigan asos sterjin deymiz-ku, asarning eng asosiy jihat sababi menimcha Abdulla Qodiriy bu paytga qadar Kumush degan shaxsni bilgan, Kumushning aravalari ham bor ekan, bir joyda ko'rib qoldim. Kumush degan mashhur ayol yashab o'tgani, uni mozori borligini bilgan, lekin uni qismati menimcha hech qanaqa bunaqa kundoshchilik oqibati zaharlangan ular bo'lmagan. Boshqa sabablar bilan vafot etgan bo'lishi mumkin va bu Otabek bilan sevgisi o'z u paytlarda tan olishimiz kerak, bir yigit bilan bir qiz yoki er xotinning sevgisi jamiyatga chiqadigan, bo'rtib chiqadigan darajada jamiyat bo'lmagan-da, qiyin bo'lgan. Hamma o'zini uyini yashirgan payt bo'lgan, ayollar asosan uyda bo'lgan. Juda qiyin. Men tasavvur qila olmayman u paytda Otabek hamda Kumush, biz tasavvur qilgan Otabek va Kumush qo'shnisi bo'lishini. Vafot etgan, ko'mgan, lekin baribir vodiydan kelganligi uchun, uzoq masofa bosib kelganligi uchun ko'p ehtimol baribir Marg'ilonni, nayinki Marg'ilonni, balki umuman O'rta Osiyoning eng chiroyli qizi bo'lganligi ma'lum bo'lgan, bekorga ovozi bo'lmagan va u yosh vafot etganligi atrofga tarqalgan. Shuni Abdulla Qodiriy topgan. Otabek degan yigitni topgan. U yerda ham sal to'qimarog'i, ammo Zaynab obrazi o'zi hayotda bo'lmagan deb o'ylayman va Zaynabning qo'shilishi bilan butunlay yozmoqchi bo'lgan asar o'zgarib ketgan. Nimaga men shu o'tgan kunlar kuchli deb o'ylayman. O'tgan kunlar umuman jahon adabiyoti durdonalar bilan bemalol raqobatlasha oladi deyman. Bizda ustozlarimiz aytishardi-da, universitetda o'qiganimizda, shoh asar va oddiy asar o'rtasidagi farq nima deyilsa, oddiy asar
yozuvchini ortidan ergashadi. Plan qiladi, reja qiladi, mana bunaqa tugataman deydi. Va shu bilan ketadi. U oddiy asar bo'lib tugashi mumkin. U kitob bo'lib chiqadi, sotiladi, o'zini tanishlari sotib olishi mumkin, lekin uzoq vaqt yashab qola olmaydi. Sababi yozuvchini rejasi bo'yicha ketgan narsalar hamisha bir tirik qolishi qiyin bo'ladi. Lekin shohasar yozuvchini o'zini ortidan ergashtiradi, majbur qiladi degan xulosani berishgan. Ya'ni formula shu. Chunki agar qiziqsanglar, tadqiqot kitoblari bor juda ko'p. Naim Karimovni, yana Ozod akani, men endi o'shalarni boshqa kitob o'qishdan boshqa ish yo'q joyda o'qiganman, majbur bo'lganman. Buni men bo'lsa universitetda o'qib turib, bir adabiyotchi bo'laman deb emas. Kitob tugagan. Yana keladi bir 2 oydan keyin 500 ta kitob keladi. O'qib tur desa, bitta tanishimiz bor edi, Temur ham yaxshi taniydi, Surxondaryolik. U bir kun texnika kitobini o'qiyapti-da. Texnika nima qilasiz? Kitob qolmagan. Ya'ni quradi-ku, nima deylardi? Konstruktor kitobini o'qiyapti. 3-marta o'qishim buni dedi. 2-3-marta. O kitob qolmadi dedi. Ya'ni shunaqa joy edi, tasvirlash uchun aytyapman. Men o'sha payti Naim Karimovda bo'lsa kerak, Abdulla Qodiriy o'zi aslida o'tgan kunlari yozmoqchi bo'lgan, to'lib turibdi. O'zi tabiatdan Abdulla Qodiriy shoir. Buni bilasizlar, she'rlari ham bor. Julqunboyda jamiyatga oid she'rlari ko'p bo'lgan. Va ko'p ehtimol u paytda cho'lpon yashaganligi uchun men Abdulla Qodiriyni, endi Abdulla Qodiriyga o'xshatmayman, teskarisini o'xshatishim mumkin. Shukur Xolmirzayev Abdulla Qodiriyga o'xshatamanda. Shukur Xolmirzayev Toshkentga kelganda, o'qishga kelganida Surxondaryodagi eng zo'r shoir bo'lib kelgan. Eng yaxshi she'r yozgan. She'r haligi sovrinlarni qo'lga kiritgan. Nimadirlar bo'lib kelgan, o'zini yaxshi shoir deb bilgan. Shunda kelsam deydi, kitobda yozgan kursdosh Abdulla Oripov. Abdulla aka kursdoshi bo'lgan. Abdulla Oripovni biladi, she'rni o'qiyapti va she'riyatda birinchi raqam bo'lish imkonsizligini tushungan. Mutlaq iloji yo'qligini tushungan va shundan keyin nasrga kuch berdim degan. Nasrda bir bo'lgan. Haqiqatan hikoya navislik, zamonaviy hikoya, hatto endi romanlar, bar hikoya yozadigan odamning romanlari boshqacharoq bo'ladi, lekin baribir zo'r, men qoyil qolaman. Shukur akani ham 7 tomli kitoblarni o'qiganman-da. Tugamaydi. Muddat ham tugamayapti. O'qirdim. Bahonada bir odamni 7 tomli kitobini o'qiganmisan desam, hozir misol chiqqandan keyin bironta tom tugul bitta kitobni o'qigandirman. Lekin hali majbur bo'lib, hali 3 kunga qoldirib ketib, 4 kunga qoldirib shunaqa o'qilgan. Lekin 7 tom kitob ketaverganda, hali har kunga ovqat kabi ketaverganligi uchun men tahlilim yaxshiroq deyman-da. Ya'ni men degan adabiyotshunos ham o'sha 7 tom kitobni buyurtma berilsa o'qiydi-da. Ishi yuzasidan o'qiydi. Men uni najot sifatida bir shu paytda xayolan tashqariga chiqib ketaman degan ma'noda o'qiganman va Shukur akani haqiqiy darajalarini ko'rganman. Abdulla Qodiriy ham ko'p ehtimol deb o'ylayman. Bar Usmon Nosir yoshroq-ku, Cho'lpon deylik. Cho'lpon shunaqa shoir bo'lganki, bittagina misol bilan aytaman. 27 yoshida Cho'lponga va cho'lponiylikka qarshi kurashamiz degan majlisda aybdor sifatida o'tirgan yigit bo'lgan. 27 yoshida cho'lponiylik degan qanaqadir she'riyatdagi oqimni yuzaga keltirgan talant bo'lgan. Bu haqiqatdan ham o'sha paytdagi muhitni buzib yuborgan she'riyatimi. Abdulla Qodiriy ko'p ehtimol shuni ko'rgan. Bir bo'lmaydi. Shuning uchun yosh ham, keyin baribir qanaqa o'qigansizlar, kecha va kunduz. Kecha va kunduz yaxshi, kecha va kunduz ba'zilar o'tgan kunlardan ham yaxshi deydi. Va isbotlab berganlar ham borda. Hali Lermontovni Pushkindan zo'r deb isbotlashga harakat bo'ladi-yu, lekin hech kim e'tibor bergan bo'lsanglar, Pushkinni Lermontovdan zo'r deb isbotlashga harakat qilmaydi. Hamma futbolchi, Messi ham, Ronaldo ham Peledan zo'rda odamlar tilida. Lekin men Pelening ta'rifini hech qachon eshitmaganman. Pele Maradonadan zo'r ekan deb chiranib, hech kim isbotlashga urinmaydi. Pele deydi bu. Demak, o'zi aytiladigan odam o'zi zo'r bo'ladi. Misol keltirilayotgani, demak, pastroq bo'ladi o'zi. Xuddi shunaqa Abdulla kecha va kunduzni ham o'tgan kunlardan zo'rroq deb gapirishini o'zi o'tgan kunlar zo'rligini ko'rsatadi. O'tgan kunlar misol, o'tgan kunlar planka, o'tgan kunlar daraja bo'ldi. Va men o'tgan kunlarni nima uchun bunaqa darajada zo'r bo'lib ketishiga yana bir sababni ko'ramanki,
Abdulla Qodiriy menimcha shu kitobni boshida hammi bora Tohir Zuhra kitobni boshida charkash bo'lib ketdi odam. Zamonamizni Tohir Zuhrasini yozmoqchi bo'ldi. Tohir Zuhrani o'qigansizlar, bilasizlar taxminan, masalan, filmidan boshqadan. Unda ham sevgi uch burchagi bor, lekin deyarli dunyodagi hamma sevgi uch burchagida, qani tushundinglar. Bittasini ikkitasi yaxshi ko'radi. Bunda har doim ikkita erkak kishi bo'ladi. Deyarli hamma romanlarda, katta asar kimdir o'rtaga aralashadi. Lekin kamdan kam asarlarda ikkita ayol bo'ladi. Va bu o'zini bir davriga tushib qolmasa, misol uchun bu yerda ham o'zimda o'ylab qarasa, ikkita ayol o'zidan o'zi sahnaga kirib kelmayapti. Uni olib kirganlar o'zlari. Hech qanaqa Zaynab ham, Kumush ham, ya'ni ayol kishi bir odamni hayotiga kirib kela oladigan jamiyat emas u payt. Lekin Abdulla Qodiriy o'zi o'ylab yurgan jami hamma narsasidan mana shu joyini o'zida voz kechgan. Ya'ni shu joyning o'zida shoh asar yangliq mana shu o'tgan kunlar Abdulla Qodiriyni o'zini ortidan ergashtirishni boshlagan. Chunki u ham xuddi bizga o'xshab turib, o'quvchilarga o'xshab turib, oxirida nima bo'larkan deb o'qishni boshlagan. Men buni nima uchun bemalol ayta olyapman? Men u yoqdan chiqqanimdan keyin bitta yigitni hayoti bor. Juda ko'p hali u joy shunaqaki, Dostoyevskiy Tolstoydan kuchli emas deydi-da, adabiyotshunoslar. Nimaga desa, Tolstoy tashqarida yurib, odamlar bilan gaplashib, taqdirlarni o'rganib yozgan. Dostoyevskiyda taqdirlar bor edi degan. 9 yil u hech kim eshitmagan voqealarni ko'rgan. Delalar bor edi, qo'polib aytganda. Unaqa material bilan chiqqandan keyin albatta endi Dostoyevskiy yaxshiroq yozadi. Ya'ni Dostoyevskiyning imkoniyati masalan ko'proq edi deydi. Haqiqatan shu to'g'ri. Ya'ni har bir odam, hatto odam o'ldirib qo'ygan odamni ham, ikkita odam o'ldirib qo'ygan odam, bittasi yaxshi, bittasi yomon bo'lishi mumkin-da. Uni alohida o'rganiladi. Alohida uni tahlil qilinsa, uni hayotiga kirilsa, u himoya qilib turib nimadir qilgan bo'ladi. Uyda onasini himoya qilib turib, men boshida ham aytdim, otasini o'ldirib qo'ygan bolani ko'rganman. Koreys millatiga mansub edi, juda yaxshi bola edi. Hayron qolardim, gaplashsam, bunaqa ish qiladiganga o'xshayman. Keyin u vaqtli chiqib ketdi. Nimaga unaqa bo'lgan desa, bir kun o'zi ham aytmasdi, o'zini oqlashga harakat qilmasdi. Otasi juda ko'p ichadigan bo'lgan, boshqa bo'lgan, o'tib ketgandan keyin orqasidan nimadir bilan urib yuborib, bu endi ichkaridagi voqea edi. Uni hozir men tashqaridan turib olib tahlil qilishga birovning haqqi yo'q deb o'ylayman. Bu onam o'lishiga sal qolgan paytda men ulgurib qoldim, yosh bola bo'lgan. Va uni kichikroq muddat bilan kirgizishgan, lekin onasi har doim anaqa kelardi. Diydor bo'ladi, siydanka deyiladi. Siydankada men 3 marta, 4 marta ko'rib qolganman, birga chiqib qolganman uydagilar kelgan paytda. Va har doim ona bilan bolani gaplashib o'tirganini ko'rardim-da. Bola uylanmagan bola, yosh bola, bir 20 ga kirmagan bola edi-da, bir 3-mi, 4-yilni o'tayotgan. Keyin aytardim-da, mana shu ona bilan bolani o'rtasidagi munosabat biron bir ona bilan bolani o'rtasida bo'lmasa kerak. Chunki u faqat bolasi emas-da. Uni qutqarib qolgani va uni shu deb shu yoqqa kelgani, bularning o'rtasida hatto endi men boshqacharoq ma'noda aytayapmanki, yigit qizni muhabbati bor-ku, o'sha ham bormi deb o'ylardim. Ya'ni bu yomon ma'noda aytmayapman. Hamma tuyg'ular aralashib ketgan bo'lsa kerak, ikkalasi indamay sekin pichirlashib gaplashib o'tirardi. Endi bali qiziquvchan endi jurnalistmiz-ku baribir. Juda ajablanib qarardim va chiqqandan keyin so'rardim. O'zi menga gapirardi. Men ko'p kitob o'qib yurganim ham yoki ko'pchilik taniganiga hurmat qilib, boshqa qilib gaplashib yurardi va menga ochilgan ham voqeani aytib bergan. Va o'sha onasi kurashib boshqatdan ko'rdirib, o'shani kutilmagan paytda olib chiqib ketdi. Ya'ni hamma narsa bekor bo'ldi, noto'g'ri jazo berilgani ma'lum bo'ldi-da, chiqib ketdi va endi ularni ko'rishni ham men kulardim-da, borib ko'rishsa ham, yashashsa ham bu bola uylana olmasdir bunda. Bo'ldi, u ona bilan u bola o'rtasida girishdi butunlay va o'rtada ota yo'q bo'lganda. Ota ham bar otasi-ku, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha ota yo'q, o'tib ketib qoldim. Abdulla Qodiriy shu Zaynab obrazini hali topmasdan oldin, kundoshchilik mavzusini o'rtaga qo'yishdan oldin shu bilan qiziqib o'zi yozishni boshladi va tabiiyki bu rejasi asosida majbur bo'ldi. Misol uchun oddiy endi topdi, vodiyda ko'rib qoladi, o'zi Kumush vodiylik va Toshkentga kelgandan keyin endi uni o'ylab topish qiyin emas bu yo'q. Lekin bu yo'g'iga men haligi o'sha podkastga ozgina kirish qilib ketaman. Anons, teaser desa ham bo'ladi.
majbur bo'lasizlar hozir bitta narsani aytib bersam. Men u yerda Zaynabni himoya qilaroq aytdimki, Abdulla Qodiriy dedim. Har qancha talantli bo'lmasin, har qancha iste'dodli bo'lmasin, baribir 23 yoshli, 24 yoshli yigit edi. Shunaqa narsalar borki, hayotda 24-25 yoshli odam bilolmaydi. Bir 40 yoshli odamni ishini bilolmaydi. Payg'ambar alayhisalomga ham risolat bar 40 ta kelgan. Nega deyilsa, yozuv chizuvni o'sha paytda ham bilmasdilar, 25 ta ham kelsa bo'lardi, yo'q, hayot kerak edi. Hayot 40 yosh bu ancha inson oq-qorani ajratib olgan payti bo'ladi. Va u odam haqida ham odamlarni aniq xulosasi bo'ladi, amin bo'ladi. 20-25 yoshda ba'zi payg'ambarlar shunaqa bo'lgan, lekin umumiy oxirgisi baribir mukammal bo'lish kerak edi. Oxirgisi mukammal hayotni hamma jabhasini bilgan yoshda kelgan. Men hikmat shunda deb o'ylayman. Bir joyda bir tojikistonlik do'stlarimiz kelib qolishdi-da, o'g'li qori ekan. 6 yoshli bola. Endi teskarisiga ham o'qiydi, bunaqasiga ham o'qiydi. Biz rosa maqtadik, boshqa qildik, keyin uxlab qoldi. Uxlab qolgandan keyin haligi bas turib joyi ho'llab qo'ydi-da. Men aytdim, qori bo'ladimi? Boshqa 6 yoshli bo'ladi dedim. Olinglar deb kuldik. Ya'ni demoqchimanki, u qori bo'lsa ham 6 yoshli bolani ishini qildi. Abdulla Qodiriy 24 yoshida yozar ekan. Butun asar davomida Otabek hamda Kumush bilan munosabatlarni haqiqiy ideal to'g'ri yozgan. Lekin Zaynab bilan muomalalarni, Zaynab bilan munosabatlarni menimcha yoza olmagan. Nima qilishni bilmagan. Abdulla Qodiriyda hayotiy tajriba yo'q, yosh ham yo'q va eng asosiysi o'sha paytda bunaqa hayotni so'raydisa, odamlar aytmaydigan davrlar. Hozir bo'lsa bittasi maqtanib aytib berish mumkin. Ha, menda unaqa, bunaqa. Lekin u paytda gapiradigan bo'lmagan odamlar. Jamiyat unaqa bo'lmagan va Abdulla Qodiriy menimcha baribir yozish aslida o'sha joyga kelguncha o'rgangan. Lekin o'rganish bilan boshdan o'tkazish, misol Anna Kareninani o'qiganmi? Anna Karenina. Kinosi opasniko. Ko'rmaganman kinosini, lekin kinosida hali yanaqani kinosini yaxshi ko'raman deyshadi-yu. Master va Margaritani. Rasvoda. Chunki kitobni o'qiyotgan paytingiz boshqa narsa, kinosida o'shaning tasvirini shundoq berib qo'ya qo'ygan-da, hali shaytonni boshqa. Xo'p, Anna Kareninada bir paytda ikkita erga tegib qoladi Anna Karenina. Shunaqa bo'ladi, eri bo'ladi o'zi Karenin va ikkinchi bittasini yaxshi ko'rib qolib, bir paytning o'zida qo'pol qo'yayotganda bizni sharq madaniyatida teskari bo'lgan holat bo'lib qoladi. Va shuni Tolstoy erkak kishi bo'lib turib ideal yozganda. Nega deysa, 48 yoshida boshlagan. Va u ayolini uzoq yillar ko'rgan. Ayoli qanaqa o'zgaradi, fe'li o'zini ayoldan olgan deyshadi. Keyin Anna Karenina, Karenin, o'g'il emas. Pushkinning qizi ham deyshadi ba'zilar, tadqiqotchilar. Pushkinning qizi shunaqa yashagan ekan. Pushkinning qizini tanqid qilaman deb turib, o'shandan obraz olib turib, boshqa narsaga aylantirib yuborgan. Men aytmoqchi bo'lganim, bir hayotiy tajriba bo'lganligi uchun eplaganda ikkita tomon. Shuni aytmoqchiman. Yoki telbada bir paytning o'zida ikkita qiz uni yaxshi ko'radi va ular bilan knyaz Mishkin normal ikkalasi bilan ikki xil gaplashib yuradi. Lekin o'tgan kunlar o'qish asnosida men biror bir joyda Abdulla Qodiriy Zaynab bilan qanaqa gaplashib bilmagan. Chunki o'zi bilmagan. Va shuning uchun bo'lsa kerak, eng ko'p beriladigan savollar ham o'tgan kunlarda aynan Zaynab xususida. Nega? Misol uchun musulmon yigiti baribir kumush naryoda 2 yildan beri men ishonmayman ayvonda uxlab yurishiga. 2 yildan beri 2 yilda oshiqroq, hatto oshiqroq bo'lib ketib qoladi va hech qanaqa muloqot mayli, men hatto mijozim deydi, erkak kishi gapirmaydigan gaplarga nimaga unaqa yozgan? Abdulla Qodiriy bilmagani uchun shunaqa bo'lsa kerak deganda va baribir birinchi asarligi mana shu joylarda bilinadi. Men buni tanqid qilmoqchi emasman. Lekin shunda ham Abdulla Qodiriy deyshadi, kumush o'lgandan keyin bittasining gapi bor. Abdulla Qodiriy ko'proqmi yoki Otabek ko'proq kumushni yaxshi ko'rganmisa, Abdulla Qodiriy deydi. Chunki Abdulla Qodiriy
kumushni Otabekdan Zaynabni Otabekdan maksimal uzoqlashtirgan. Maksimal unga yaqinlashtirmagan, yomon ko'rdirgan, yomon ko'rishi mumkin emas edi. U baribir Toshkentning eng chiroyli qizi edi, kamida laridan bittasi edi. Unaqa bo'lishi mumkin emas narsalarga Qodiriyga yo o'sha tajriba yetishmagan yoki rostdan ham kumush uni ko'zini ko'r qilib qo'ygan deyshadi o'zi ko'pchilik. Va oxir kumush vafot etgandan keyin, o'ldirilgandan keyin, qabrga olib borilgandan keyin Zaynabni ayol sifatida Zaynabni bir sevgini qurboni sifatida, umuman bir odam sifatida tushunishni boshlab, keyin Zaynab haqida to'g'ri tashxislar qo'yishni boshladi. Chunki Abdulla Qodiriyning oldida qarshisida endi kumush yo'q edi. Endi Zaynab bor edi va Zaynabni to'g'ri mushohada qilishni boshladi deydi. Bu haqda uzoq gaplashdik, shuning uchun men hozir hammasiga kirishib o'sha podkast formatga qilib qo'ymay, unda bu tortishuv asnosida 2 soatdan ko'proq bo'lib ketdi, juda ham qiziq bo'ldi. Shuning uchun o'tgan kunlarni shoh asar bo'lib qolishiga ham asosiy sabablar o'zi kutilmagan burilish, o'sha otasini oldiga kelgan bitta odamni o'zgartirishi. Misol uchun kutilgan u burilishlar bo'ladi. Mashhur misol bu hamma joyda aytaman, takrorlab qo'yaveraman. Titanik. Titanik haqiqatan ham u Titanikni Cameron film ishlamoqchi, bo'lgan voqea, hamma biladi. U yerning ichiga istalgan ssenariyni, sevgi hikoyasini tiqadi. U ma'lum, lekin baribir ko'ngli sezib turibdi, nimadir ushlash kerak. Va u gazetada o'qiydi, bitta olmos suvni tagidan topilgani haqidagi ma'lumotni o'qigandan keyin bo'ldi deydi. O'sha olmos umuman kinoda o'ynamaydi. Boshda o'sha olmos tufayli o'sha kampirni topishadi va oxirida o'sha olmosni kampir nariga tashlab yuboradi. Suvga tashlab yuboradi. Buni menimcha ataylab qilgan. Menga o'zi kerak emas narsa edi-yu, lekin kerak edi. Shu qadar ediki, butun asarni biz bilmaymiz, olmos ushlab turadi. O'zi filmni ko'rayotganda hech kim olmos o'ylamaydi. Olmos faqat o'sha yerda o'sha nit bo'lib, sterjin bo'lib turib o'ynab beradi. Abdulla Qodiriyda esa endi bu olmos o'zi suvni tagidagi bo'ladigan narsa va tabiiy hodisa, Titanikka bog'lasa bo'ladi. Lekin Abdulla Qodiriyda variantlar ko'p edi. Hayotda har xil qismatlarni olib kelsa bo'lardi. Lekin kutilmagan yo'nalish, kutilmagan ssenariy unga taqdim etilganligi uchun deb o'ylayman va ishonaman ham o'tgan kunlarning oxirida Abdulla Qodiriy kumush o'lganda rostdan yig'lagan. Rostdan yig'lagan. Chunki u xuddi o'quvchi kabi uni ortidan ketgan va ortidan ketganligi uchun majbur qilyapti asar. Men u yoqdan chiqqanimdan keyin bitta kitob, o'zimcha kitob yozaman deganman-da. Voy, o'sib esimdan chiqib qolibdi. O'sha bir yigitni hayotini yozdim. Bir qiziq hayot, lekin men yozuvchi bo'lmaganligim uchun uni hech kimga bermadim, ham ko'rsatmadim, ham hozir yotibdi. Holajaga chiqarsanglar bilan. Endi nom bilan urib ketishi mumkin, lekin asar sifatida zo'r emas-da. O'sha asar deydi, men uchun asar qanaqadir. O'shani yozish asnosida o'zim rosa ko'p burilib ketdim, juda ko'p joylarga. Demak, roman shunaqa bo'lar ekan. O maqola ham shunaqa bo'ladi, Temur biladi. Oddiy maqola, futbol maqolalarini yozganimizda ham plan qilamiz, qaysidir narsani boshi bilan bunaqa, o'rtasi bunaqa, keyin teskarisini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Tagidan olib kelib, bu bilan tugatish kerak ekan. She'rlar ham shunaqa. Ya'ni odam o'zi ichidan tan oladi, yo'q. Bu reja o'xshamadi, narigi reja to'g'ri bo'ladi deb turib, hatto futbol haqida yozilgan she'rlarimni ham birinchi kupleti yaxshi xayolda kelib qoladi-da. Yozaman, hech tugatolmayman, birinchisi shunda ko'pik qilib turib orqaga tagiga tashlab qo'ya qolaman. Shu o'zi eng zo'ri shu joy edi deyman, shu joy bilan tugatsa bo'ldi, zo'r deyiladi. Xuddi shunaqa Abdulla Qodiriy asarni orqasidan ketgan va o'zi yig'lagani mayli, lekin o'sha paytda hamma bilardi. O'sha paytdagi odamlar Abdulla Qodiriyning zamondoshlari edi. Ularda internet yo'q, ularda boshqa jabhalar yo'q, hech narsa yo'q va ularni asosan endi paydo bo'lgan ilmlar, deylik, roman, yana hikoya, mana shunaqa kirib kelayotgan narsalar qiziqtirardi va uni ortida boya Temur aytgandek, shunga endi keldik. Satrlar orasida yashiringan fikrlar o'tgan kunlarda juda ham ko'p. Nega ko'p deyilsa, Abdulla Qodiriy menimcha bundan keyin yozamanmi yoki yo'qmi deb turib, hamma narsani, bor bilgan narsasini, bor qobiliyatini, rosa ko'p narsasini shunga kiritib olgan. Har bittasida bor. Chunki haligacha tadqiqotchilar juda ko'p topishini sababi ham shu, Abdulla Qodiriy ba'zidan bilgan, bilmagan. Lekin u paytdagi odamlar bu narsalarni bilishgan. Shuning uchun ham
otam haqida yozgandek, ular g'amxo'rlikmi, ya'ni mantiqxo'rlikmi, yaqinda o'sha podkastda xato qildim. Men nimadir ham shu xamir ovqat ekan, hozir eslolmadim. Men noto'g'ri ma'lumot aytdim, ular to'g'rilashdi. Mayli, ovqat nima muhim emas-ku hozir. Shu har doim ovqat yeyishgan va har doim Abdulla Qodiriy ovqatdan oldin uni o'qib bergan. Shu o'tirganligi va hamma serial ko'rayotganda kutib o'tirishgan. Va o'shanda kumush vafoti bo'lgan, asar oxiri tugatdim deb kelgan Qodiriy, hamma yig'ilib o'tirgan paytda boshini taqsiram deganda ovqat yeb olaylik degan Qodiriyning o'zi. Nega unaqa degan desa, Abdulla Qodiriy baribir u saviyalik qatlamda o'tirganini biladi. Uni zamondoshlari unga yaqin bo'ladi. Zamondoshlar bir-biriga yaqin bo'ladi baribir. Umumiy o'sha kungi gapni tushunishadi mohiyatan. O'shalarga Abdulla Qodiriy yeb olaylik deydi. Iltimos deydi. Ular yo'q, o'qib bering deyshadi. O'qib bergandan keyin, shundan keyin mana shu taomga qo'l tegmadi deb keldi. Ana shu joyda o'tirgan bir 10 tacha odam, normal katta erkaklar o'tgan kunlar romanini oxirini eshitib Abdulla Qodiriydan aytdi, ovqat yeyisha olmagan. Nega deyilsa, menimcha, men o'zim topgan narsam, ular satrlar orasidagi ma'nolarni tushunishgan. O'sha kunni gapini tushunishgan. Biz hozir 100 yil oldingi narsa, bu 200 yil oldingi narsa. Bu o'sha 1840-yillarda, 1857-yil o'sha Kumushni ham Tohir aka aytganlar-ku, Kumush obrazi bu o'zbek edi. O'zbekiston edi degan ma'noda gapirganlar. 57-yil birinchi ruslar kirishni boshlagan. Va shuning uchun ham oxiri ruslar kirgandan keyin Kumush o'ldi. O'lgandan keyin janoza namozi o'qiladi. Uni endi bilasizlar, mashhur bu janozani anaqasi yo'q, azoni yo'q, azon boshida asarda azon bilan boshlanadi Marg'ilonda va oxirida Shomga aytiladi. Shom bu kunni tugashi, qaroqliq, Turkistonga mana shunaqa qaroqliq kirib kelayotgandi degan izohlarni aniq va aniq bergan Qodiriy. Va buni o'sha atrofda o'tirganlar bo'lgan, chunki ovqat yemasdik, to'xtatib qo'yib hammasi. Menimcha u juda to'q bo'lmagan. Hamma shu ovqat borligini bilib turib, taom borligini bilib turib, bir kunni yarmidan boshlab, misol uchun bugun o'tirishimiz bo'ladigan bo'lsa, men ertalabdan hech narsa yemayman. Bugun baliq bor-ku deyman. O'shangacha nisbatan haligi yeydigan bo'lib bor. Ular ham shunaqa bo'lib borgan. Normal bu holat. Va ularni yeya olmasligiga sabab o'sha kunni gaplarini gapirgan va 100 yil bo'ldi bunga. Va 100 yildan o'tsa deyshadi, bu asar shoh asar deyshadi, o'zi qoida bo'yicha. Said Ahmad, Xudo rahmat qilsin, bir chiroyli ta'rif berganlar. Tushda kechgan umrlari kirishida bor. Tushda kechgan umrlarda bu O'tkir deganlar, endi O'tkir Hoshimov bilan kichkina-ku, yosh. O'tkir bopladi hammamizni deya. Ha, desa, sobiq ittifoq parchalangandan keyin mustaqil bo'lib qolganmiz, birdaniga mustaqil bo'lib qolganmiz va juda ko'p yozuvchilarga bir dahmaza paydo bo'lganki, asarlarni yangilash. Chunki SSR uchun yozilgan, SSR unsurlari bor, sobiq ittifoqga daxli bor va ba'zi narsalarni yoza olmagan, shularni hammasini to'g'rilab, hamni boshqatdan yozganlar deyarli, jimjitlik. Jimjitlikning eski variantidan yangi variant zo'rroq. Bu o'zi yangi variantidagi yozmoqchi bo'lganlar tuzum qo'ymagan shekilli. Lekin mana shu tushda kechgan o'ylarim bor. Ikki eshik orasi uzr. Ikki eshik orasi tahrirsiz o'tdi. Sobiq ittifoqdan O'zbekistonga. Mana shu asarni kattaligi deb maqtaganlar. Ha, tuzumdan tuzumga zo'r asarlar o'tadi, lekin asrdan asrga shoh asarlar o'tadi. Men shuncha taqqos uchun aytyapmanki, ikki eshik orasi zo'r, lekin uni asrdan asrga o'tishi balkim o'tar, buni bilmaymiz. Hali bor, hali sal qiyinroqdir hozirdan xulosa berib yuborishimiz. Asrdan o'tdimi? Demak, bunda rostdan ham yaqinda bittasi menga aytdi-da, shu podkast, ikkinchi podkast qildik deb turib tashladim. Endi yaxshi saviyali yigit, o'ta balog'atli yigit do'stimiz juda bo'lib turib olmayapsizlarmi dedi. Juda endi sevgi qissasi dedi. Ya'ni u ko'chada yurgan bir oddiy bola emas edi. Juda saviyali yigit. Temur ham taniydi menimcha, hali aytaman. U shunaqa dedi, men unga aytdimki,
Menga qarang dedim. Jiming. Orcha gapirmang, shu o'tgan kunlari shunaqa tahlili bo'g'irsin va shuni asnosida, shuni soyasida kitob o'zi katta narsa ekan. Bitta kitobdan shuncha ma'no chiqar ekan deb turib boshqa kitoblarni o'qishadi. Ya'ni bu o'sha lokomotiv tortadi dedim. Indamay, ko'p gaplarga qo'shilmasligingiz ham mumkin dedim. Haqiqatan ham bo'lib turilayotgan bo'lishi mumkin. Bitta asar, istalgan asar shunaqa qilsa bo'ladi deyapti. Lekin men sizga javob beraman dedim. Hozir istalgan asar bunaqa qila olmaysiz. Agar bo'lganda shunaqa qilinardi. Men bitta yagona o'tgan kunlarga raqobat taklif qila oladigan shu masalada hali tahlili uzoq vaqt asrlar davomida bemalol tahlil qilinishi mumkin bo'lgan yagona asar sifatida o'zbek adabiyotida Lola Zori bilaman, bo'ldi. Faqat Lola Zori bitta muammosi bor, u baribir saroyda bo'lgan voqealar-ku va har qanaqa paytda aytilsa sal cho'chiydi odam. To'g'risini aytish kerak, sal hijolat bo'lib gapiriladi, tegib ketmayaptimi, boshqa bo'lib ketyaptimi, boshqa. Shuning uchun bunda bu o'tmish-ku, tarix bor, til bor, juda ko'p narsalar, elementlar borligi uchun xotirjam bo'ling, siz o'ylaganingiz butunlay noto'g'ri dedim birinchidan. Va biz o'tgan kunlarni kerakli darajada targ'ib qilmayapmiz. Xotirjam bo'ling. Ya'ni bizning targ'ibimiz shunaqa tuyulayotgan bo'lsa ham Futbol Plus'ni ham xutlashadinglar dedi. Futbol Plus'da ham bir soat shu haqida gaplashdik-ku. Erish tuyulgan. To'g'risi ham bu haqqi bor, uni fikri. O'tgan kunlar o'qigan, ko'rgan, juda ko'p kitob o'qiydigan yigit. Ko'p kitob o'qiganda, masalan, jahon adabiyotini o'qigan odam uchun rostdan ham o'tgan kunlar o'rtacha bo'lib turishi mumkin. Masalan, hozir Mirjalol Qosimovni har qancha ta'riflasak ham, boshqa qilsak ham, Maradonani oldiga olib borib qo'ysak ham, jahon futbolini ko'rib yurgan odam yo'q, unaqa emas deydi. Lekin shunaqa ham bo'lishi mumkin-da. Chunki taqqos iloji yo'q paytda yashagan Qosimov. Men shunaqa ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki shunaqa yashalgandan keyin uni deyarli hamma narsasini shunaqa ko'rganligimiz uchun yashash muhim. Yaqinda bitta yigit anaqa dedi. Bir joyda savol berib qolishdi o'quv dargohida. Juda ko'p Maradonani gapirasiz. Maradonani ya'ni ikkalasidan zo'r deysiz. Unaqa emas-ku dedi. Keyin men so'radim. Sen Maradonani ko'rganmisan? O'yinini ko'rganmisan? Yo'q, YouTube'da ko'rganman. YouTube'da men ham Cruyff ko'rganman, YouTube'da men ham Pelen ko'rganman. Lekin ular haqida men uncha chuqur ketmayman, sababi men ular bilan yashashim kerak edi. Ya'ni mana bu turdan bu turga, masalan, Messi, Ronaldochilar nimaga uchib ketgan? Ular turdan turga yashagan. 3-4 turganini ko'rgan bolalar-da. Va ular bo'ldi, ketdi oxirigacha. Boshqa joyda ishlasa ham tortishurishadi. Men bularni tushunaman. Men Maradonani shunaqa ko'rganman. Ya'ni uni zo'r paytini ko'rganman, o'sha narkota bilan bo'lib qolgandan keyingini ko'rganman, voqealarda yashaganman va davomini bilmaganman, nima bilan tugashini. Hozir bilasan, u bir futbolchi bo'lgan, zo'r bo'lgan, lekin hayotining oxiri bunaqa bo'lgan. Biz bunaqa yashamaganmiz, biz u bilan birga ketganmiz. Bu butunlay boshqa jarayon. Bu butunlay odamni u odam haqida fikr bildirishga to'g'ri qiladi. O'tkinni zo'r gapi bor, endi uzr, men qizlar o'tirgan paytda futbol gapiryapman. Futboldan misol keltirishim osonroq mana. O'tkinni zo'r gapi bor, Vasiliy O'tkinning sharhlovchi bor, Ruslanning zo'r sharhlovchi. O'sha Peleni futbol qiroli degan. Men futbol qiroliligiga bitta hujjatim bor degan, bitta dalilim bor degan. Men otamdan, otam tengilardan uni qirol deyishganda ko'zlarini ko'rganman degan. Ko'zlari ishonch bilan undan zo'r o'yinchi shunaqa ishontirishgan, men u ko'zlariga hech qanaqa fakt keltira olmayman qarshi. Buni ikkinchimiz tomoni bor. U O'tkin ham xohlasa olmasin, u bilan yashamaganda. Mana misol uchun urush ko'rgan odamlar bilan urushdan keyingi odamlar urushni ikki xil tasvirlashadi. Urushga borgan, misol sahobalar bilan tobiinlar o'rtasidagi farq, tobiinlar bilan bizning o'rtamizdagi farqdan kattaroq deyishgan-ku. Xuddi shunaqa hatto bir davrda yashasa ham urush haqidagi fikrlari har xil bo'ladi. Urushga borgan odam mutlaqo boshqa. Lekin front ortida qiynalib, u ham juda ko'p jabrlar chekib, boshqa hayotning boshqa tomonlarini ko'rgan bo'lsa ham, u urushni asoratini, urushni ovozini eshitganda, lekin u o'zida bo'lmagan. Uni hikoyasi boshqacha. Yillar o'tgandan keyin bu narsa sekin-sekin yo'q bo'lib boraveradi va kelajakda bir avlod chiqadi-da, aytadiki, o'sha payt o'zi aslida deydi, bular to'g'ri bo'lgan ekan. Butunlay insoniyatga qarshi chiqqan bir tomonni butunlay to'g'ri bo'lgan ekan deydigan darajaga keladi. Katta avlod shokda turadi. Qanaqa san o'y? Chunki yashamagan. U hisobni biladi. Oxirdagi natijani biladi va shundan xulosa qiladi. Yashash o'sha payt
o'sha natijaga borgunga bo'ladigan hissiyotlar bilan yashaydida birga. Men bu tomonga o'tib ketdim. O'tgan kunlari shoh asarligi mana shu asrdan asrga o'tganligi va bunda juda ko'p fanlar bor-ku, men o'rganishimiz kerak bo'lgan geografiya, tilshunoslik, filologiya, yana misol tarixdan tashqari madaniyatshunoslik o'ziga yarasha o'rganadi, siyosat juda ko'p ruslarning kirib kelishi va unga to'g'ri tashxislar berilganligi, hamma tomonlama borda endi. Hamma tomonlama to'rda bo'lib tursa ham 4 5 emas. Shkalada 4 bo'lsa, u oxiri eng zo'r asar bo'ladi. Hamma narsani 4 darajada yorita olgan bo'ladi. Lekin ba'zi masalalarni 5 darajasida yoritgan. Buncha zo'r. Rahmat. Biz 20 kun oldin Xayrli akam bilan Marg'ilonga bordik. Shu o'tgan kunlarning taqdimoti bo'ldi Marg'ilonda. Yo'lda ketishda do'stim Yorqin Halil aytdiki, hozir borib Zaynabning haqiqatlarini aytamiz Marg'ilonda degandi. Keyin aytdimki, menimcha unaqa bo'lmasa kerak dedi. Nega dedi? Biz Kumushni shahriga boryapmiz. Kumushni shahrida turib Zaynabni oqlash juda ham qiyin bo'lsa kerak dedim. O'sha suhbat davomida Yorqin Halil rosa harakat qildi, lekin ko'pchilik tomonga qarab yurmadi. Ya'ni baribir o'sha bir uyda turib uy egasini yomonlashga o'xshab qolardi. Zaynabning haqiqatlarini aytish, lekin bir qisqaroq savolga Xayrliga baribir umumiy bir izoh berganda Zaynab qurbonmi yo qotilmi? Qaysi holat ta'rif to'g'ri bo'ladi? Endi to'g'risi hozir juda o'sha Zaynabshunoslik bo'lib ketdi-ku. Men to'xtalib o'tmay, aynan shu mavzu keng yoritilganligi uchun bu yerda kim bitta odam emasda, 2-3 ta odam o'zini fikrini bildirganda qanaqadir haqiqatga keladi. O'sha haqiqat o'sha podkastda bor. Temur gapini o'sha podkastga havola qilmayman. Rahmat. Endi biz boshida bu uchrashuvni reja qilganimizda 1,5-2 soatcha bo'ladi degan bir rejamiz bor edi, lekin Xayrli akamda ba'zi bir rejalarda o'zgarish bo'lganligi sababli shunga sal vaqtni qisqartirishga to'g'ri kelib qoldi. Shunga to'g'ri tushunasizlar. Agar mazmunli o'tgan bo'lsa, vaqtingiz rozi bo'ladi. Xo'p, endi hozir bizda shunaqa reja bor. Voucherimiz nechta? Xo'p, biz baribir kelgan odamlarda o'ziga xos savollar bo'lsa kerak, kitob bo'yicha yoki kitob mutolaalari bo'yicha yoki o'tgan kunlar bo'yicha shu savollarni bersanglar, qisqa savol-javob qilamiz va eng yaxshi ikkita savol egasiga Xayrli akam tomonidan tanlanadi va shunga g'oliblarga voucher taqdim qilamiz. 100 ming so'mlik voucher va shu Qamar kitoblar do'konidan o'zingizlarga ma'qul kelgan kitobni bugun o'zidayoq olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kimda savol bor? Avvalo, assalomu alaykum ustoz. Sizni sharhlovchi sifatida yaxshi tanigamiz, to'g'risi. Ya'ni har hafta futbol sharhlaringizni ko'pincha ko'rardik, lekin kitob bo'yicha birinchi marta eshitdim, to'g'risi. Hop, savolim avvalo nomimizdan uzr so'rayman. Kitobda hamma biladi, Otabek Marg'ilonda boradi, Kumushga uylanadi. Shunda masofa uzoqlik qilgani sababli ota-onasiga ayta olmay qoladi. Ya'ni unga uylanishini. Bu yerda ota-onasi buni e'tiborsiz qoldiradi. Agar masalan kitobni ko'pchilik o'qiyotgan bo'lsa, menda shunday holat bo'ladi. Masalan, bu personajning qahramon o'rnida bo'lsa, nima qilaman degan holat. Sizga savolim shunday bo'ladi, agar Otabekning o'rnida o'zingiz bo'lganingizda, o'sha vaziyatda nima qilgan bo'lardi? Endi bu baribir asar. Ya'ni muallifni nisbatan o'sha rejalari asosida ketgan asar. Chunki boya aytdim-u, shu temani topgan, qo'shxotirlik deymizmi, kundoshchilikni topgan. Shu mavzuda topgandan keyin baribir bo'ysundirgan joylari, bo'yin egdirgan joylari bor-da. O'shalardan biri bu. Ya'ni masofani uzoqligi ham, keyin boshida otasiga kelgan odam ham hoji bo'ladi. Bu paytda hoji bo'lish juda ham qiyin. Haqiqatan ham uzoq yilga ketish kerak bo'lgan. Shuni hurmatiga deyishadi, Akrom hoji, yana bitta hoji bor-ku, ikkita hojini qo'shgan deyishadi Abdulla Qodir. Ya'ni asarni o'sha suyagini olgan odamning hurmatiga.
Endi agar o'rnida deyilsa, u payt muhit shunaqa bo'lgan. Birinchidan Abdulla Qodiriyni ko'pchilik mana shu joyda ota-onasiga aytmasdan qildi deyishadi-yu, lekin san ota o'rnidasan deb Hasan Alini jo'natishgan bo'ladi-da. Hukm undan bo'ladi va o'zi uylantirgan ham Hasan Ali bo'ladi. Chunki shungacha olib boradi, majbur sovchilikka ham boradi, u ham qiladi. Shu tomondan bu tabiiy hodisa. Ya'ni ham u yerda sevgi turibdi, ham bu bir-biriga mos turibdi, mavqei ham ko'taryapti. Abdulla Qodiriy shu tomondan zo'r topgan. Romeo Julietta bilan yana bizdagi bor-ku, Laylo Majnun. Shuni agar o'qisanglar bir xil. Yani umumiy oilaviy bir-biri bilan teskari oilalar o'rtasidagi jang. Shuning uchun ba'zilar aytadi, Alisher Navoiyni o'qigan Shekspir deydi ba'zilar. Lekin bu oson, bunaqada yozish osonda sevgi romanini. Bittasiga mos bo'lmaydi, yaxshi ko'radi, o'lim uchun oxirigacha ketadi. Lekin bunda Abdulla Qodiriy uchun qiyinchilik tug'ilmagan, ikkita bir-biriga o'sha paytdagi jamiyatda mos tushadigan yigit qizni topgan. Shuning uchun bu yerda o'zi boshqa variant qidirish ham keragi yo'q. Masalan, men uni o'rnida bo'lganda nima qilardim? Juda ko'p yigitlar shunaqa qilishi mumkin. Bo'lib ham bilsangiz, o'tgan kunlar bosh qahramoni 24 yosh bo'ladi. O'zi ham 24 yoshda yozgan. Men bir marta bitta ssenariy yozib berganman, bir film. Bir qotillik haqida, bir bola Hasan Husan bo'ladi, boshqa hali chiqmagan paytda. O'shanda yoshligimda bitta narsaga e'tibor berganman, o'zim shu uslubni qo'llaganman. U bola universitetda o'qiydi, universitetda o'qigan paytda o'sha qizni yaxshi ko'radi, shunaqa joylari bor. Shuni shundoq o'zimni davrimga ko'chirib olganman. 75-yil tug'ilgan bola, qaysidir fakultetda o'qiyapti va o'sha davr bilan keltirgan. Chunki menga osonda. O'sha davrda qo'shiqlarni ham bilaman, hatto. Qaysi qo'shiq bilan qaysi yilda qaysi nima bo'lishi juda oson bo'lib keturgan. Va Abdulla Qodiriy ham shu narsani zo'r tanlaganki, 24 yosh o'zini tengqur'ini topib turib, butunlay o'zi aytmoqchi bo'lgan narsalarni, o'zi ko'rmoqchi bo'lgan narsalar. Shuning uchun ham Abdulla Qodiriyni aytishadi, oxirida yozganda umuman kumush yaxshi ko'rmasdan yozardi deyishadi. Bu yerda 24 yoshli bola yozganini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. U o'sha yoshda turibdi. Xuddi shunaqa Otabek ko'zi, Otabekning qalbi bilan teng holatda turgan paytida yozgan. Shuning uchun ham men ham shunaqa qilardim. Ya'ni men boshqacha bir original variant yoki boshqa narsa taklif qilaman. Tushunarli, rahmat. Siz ham shunaqa qilasiz. Qayerdasiz? Qashqadaryodan. Toshkentlik qiz yaxshi ko'rib qolsangiz shunaqa qilasiz. Rahmat, ustoz debman. U paytda poytaxt bo'lganda, Qizlarga Qo'qon, Marg'ilon poytaxt bo'lgan u. Hozir ham shunaqa vaziyat. Qashqadaryo, Toshkent. bular yoningizga qiz shu ishlaydi. Avvalo assalomu alaykum hammaga. Hozir romandan tahlil qilayotganda asosan shu sevgi burchagiga tomonidan tahlil qilayotgan deb o'qiganimizda men bitta savol bilan nima qilmoqchi edim. Bu yoqda mana Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlarini asosan shu romantik nima deydi, sevgi muhabbatga nima qilingan deb nima qiladi. Bu yoqda balki bir siyosiy jihatdan ochib qarash kerak bo'lgan jihatlar bordir. Chunki men nima demoqchiman, balki bu siyosiy roman bo'lishi mumkin emasmi degan narsani ortiga tashlamoqchi edim. Nimagaki Abdulla Qodiriyni mana yozganda Otabek juda ham mukammal nima tasvirlanganda, romanda juda ham mukammal tasvirlangan. Shu o'rinda Kumushda ham shu jihatlar bor. Lekin juda ko'p holatlarda bu yoqda faqatgina ota-onalarni ovozi eshitiladi. Shu kitobda ham o'sha Otabek Kumushni nimasi ketganda ikki yorni ajratuvchi bu falakning gardishi degan jumla kelganda Otabek ichidan to'qqizadi. Ikki yorni ajratuvchi bu falakning gardishi emas, ota-onaning orzusi degan javobni qo'ynidan o'tkazadi. Va o'shanda mana Kumushga taloq keldi deb aytishadi. Lekin Kumush o'zida jur'at topib ota-onasiga chiqib aytolmaydi. Men o'sha taloqni Otabekni o'zidan eshitmoqchiman degan jur'at bilan chiqa olmaydi. Va Otabek ham indamay ketib qoladi. O'sha holatda ikkiga mana Kumush bilan Otabekning nikohi bor bo'lib turgan holatda ota-ona
kumushni boshqa birovga nikohlab uzatib yuborishmoqchi bo'ladi. Agar Xomid unga qarshilik qilmaganda, Xomid agar o'sha o'ldirmaganda komil. nima qilmoqchi bo'lgan bo'lardi. Va xuddi shu paytda mana o'tgan kunlar bilan Anvar va Ra'no bordi. Ra'no o'sha vaqtda xuddi shu narsa Ra'noni ham qattiq qismatida takrorlanishi ehtimoli bor edi. Ya'ni uni ham majburlab uzatib yuborishmoqchi bo'ladi, lekin Ra'no jur'at bilan chiqa oladi. Men demoqchi bo'lganim, o'tgan kunlar va Ra'no bir vaqtda bitta tuzumda yozilgan roman bo'lgandan keyin ular bir-birini qoldirgan roman emasmikin? Ya'ni qizlarda mana o'sha paytdagi mana o'tgan kunlarni biz o'zbek romanchiligining asosi deb olamiz. Undan ko'pincha mana biz o'zimizga namuna olamiz. Yigitlarni o'xshatmoqchi bo'lamiz, qizlarni o'xshatmoqchi bo'lamiz. Qizlarga masalan kumushni o'zbek ayollarini namunasi sifatida olishadi-da, lekin u yerda kumush o'zini erkin fikrini bildira olmaydi. Ya'ni o'zini bosib nima qiladi, jamiyatga bo'ysunib ketadi. O'sha narsani Abdulla Qodiriy siyosiy jihatdan, ya'ni ayollar o'zini nima qilmayotganini va bu yerda Ra'nodagi shijoat orqali uni to'ldirib berishni, ikkala asarni bir vaqtda yozganda o'sha narsani ochib berishni nima qilmaganmikin, o'ylagan edim. Yaxshi asar mana shunaqa har xil variantlarni yuzaga keltiradi. Ya'ni bunaqa emasmi, yo'q, bunaqa emasmikin, bunaqa emasmikin, faqatgina shoh asarlarda bo'ladi. Oddiy asarda hamma biladi. Bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Rauf Parfini shogirdlari bitta she'rini 50 tacha shogirdi 50 xil tushungan ekan. Rauf aka unchalik masida o'zi asli mana bunaqa degan ekanlar. Shuning uchun ham kuchliligida asar. Ya'ni hozir mana to'ldirish tomonlarini qidiryapsiz yoki men hozir masalan men o'zimni aytadigan versiyam butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Asarni haqiqatan ham kuchli bo'lsagina mana shunaqa har xil tomondan talqin qiladi. Endi men nima uchun sevgi uch burchagi bilan boshladim? Birinchidan roman, istalgan dunyodagi istalgan romanni oladigan bo'lsak, fransuz adabiyotidan kirib kelgan bo'lsa, bu sevgini atrofiga qurilgan. Va bu sevgi atrofiga qurilganligi uchun bu osonroq kechadi. Bir menimcha shoh asarlar ichida Robinson Crusoe bo'lsa kerak, o'zi yurgan. Unga bitta jumovoy top beradi. Yo'qda, u yerda haligi janr boshqa bo'lganligi uchun, ssenariy boshqacha bo'lganligi uchun boshqa tomondan qidirgan. Shuning uchun ham Robinson Crusoe'ni inqilob deyshadi. Ya'ni bo'ysunmagan, adabiyotni o'sha paytdagi unsurlarga bo'ysunmagan. Bu fikringizga qo'shilaman. Ya'ni o'sha paytda boya aytdim-ku, nimaga yig'lashdi? O'sha chuchvarami, nimani ustida o'tirgan bo'lsam, yig'lashgan sababi ular satrlar ostidagi hamma gaplarni bilishardi. Kumush kimligini bu bir-biriga aytardi, gaplashib kelishardi, baribir saviyali odamlar bo'lgan. U kun boshqacha tushunilgan. Bu hozirgi kungacha yetib kelishi uchun sevgi bilan. O'zi bunday o'ylab qarasa, insonlarning hayoti ham, yerdagi hayotimizni boshlanishi ham shu Qur'onda keladi. Shundan boshlangan. Uch burchak. Bunda ham shu, ya'ni buni biz maksimal yo bu emas, bundan uzoqlashtirib aslida siyosiy yoki boshqa tomonlarni qidiramiz, lekin buni atrofida qurilganini baribir tan olamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. O'sha yerda nimaga Zaynabga ehtiyoji paydo bo'ldi? Abdulla Qodiriyning o'zi. Boshida aytdim-ku, boya yo'q edi xayolida. Anvar bilan Ra'no keyinchalik to'ldirish ma'nosi ham bor. Va keyin agar yigit bilan qiz bir-birini haqiqatan yaxshi ko'rsa, yo unisi yo bunisi jur'atli bo'ladi. Bu yerda podsho rol o'ynab turibdi, yana boshqa narsalar, u mirzo bo'lib turibdi. U boshqa bir ishni ko'rib chiqqanda, boshqa bir hayotni tahlil qilgan va menimcha birinchidan Kumush juda ham hali fikrini bildirmaydigan qiz emas edi. Da asar o'qiydigan bo'lsa, Kumush qayerda fikrini bildirishni biladigan qiz edi. Shuning uchun bar mukammalroq yozgan. U kelib turib, Toshkentga kelib qaytib ketaman degan joyida aytadi. O'sha San'atullo qora akam zo'r gapirdi shu podkastda. Bular dedi, hammasi birgalashib Zaynabni agar jinoiy javobgarlikka tortilsa, hammasi u ham muallim anaqasi bo'lish kerak edi. Paddelnigi bo'lish kerak edi. Chunki ular majbur qilishgan edi. Agar shu ishni Zaynab qilmaganda dedi. Ya'ni Qodiriy shunaqa yozganki, bular Kumushni o'zi qilardi. O'shani qilishga kelgan bo'lgan. Chunki onasiga aytadi, men bu yerda qolmasam hozir bu ketmas ekan dedi.
ikkalasi ikki xil o'ylayveradi. Chunki ko'radi jarayonni boshqa ming bunga yaqin bo'lsa ham, deyarli uyga bormayotgan bo'lsa ham, lekin baribir 2 yildan beri yuribdi-da, sabr qilib buni qanaqadir plani bor deydi. Hech qanaqa ketmayapti deydi. Hatto Zaynabni aytishadi, nimaga o'ldirgan desa, tadqiqotda shunaqada. Zo'r asar odamni har xil joyga, har xil xayolga olib ketaveradi. Shu bolani ko'radi-yu, bola tug'adi va shu bolani baribir qaysidir ayol boqish kerak edi. Shuni boqib qoladi deb turib, meni olib qoladi deb o'ylagan Zaynab deyshadi. Shuning o'zi Zaynabni sevgisi bilan kumushni sevgisining o'rtasidagi farqni tahlil qilishganda ham kumushniki unaqa kuchli emas edi. Ani biznes tilida win-win edi. Ya'ni ikkalasi bir-birini yaxshi ko'rgan edi, bir-biri bilan o'sha paytda to'g'ri kelgan edi, lekin bitta hozir aytganingizdek bitta taloqqa boshqasiga tegib ketishi mumkin edi, lekin Zaynab taloq degan so'zni eshitgandan keyin jinni bo'ldi. Ya'ni farqi ikkalasini. Jinni bo'ldi deydi va jinni bo'lgandan keyin ham odam, misol jinnilarni ko'rgansizlar, nimadirlar xotirasida oxirida qolib ketadi. O'sha qolib ketishi aynan Otabek bo'lgan. Oxirigacha. Hatto 1 yildan keyin kelguncha ham mozorida Qur'on o'qib o'tirilgan paytda qop qorong'ida kelganda ham bir kun ham hali smendan ketmaganda Zaynab. Bir kun ham, bir soat ham ketmagan. Kechqurun kelib qolganda o'sha edi bilsanglar. Kelib turib oxirida men kumushman deydi-ku. Kim bu desam, sharpar qo'rqib ketadi. Anaqa Otabek kim bu desa, men Zaynabman, men kumushman deydi. Nimaga desa, shu yaxshiroq qarasin, ortiqcha nima qilmasin deb turib kumush degan narsa kallasida qolib ketgan bo'ladi. Abdulla Qodiriy mana shu joyda zo'r tushunishni boshlagan Zaynabni. Chunki kumush yo'qdi. Va shunaqa degandan keyin ket bu yerdan deydi-yu, ket bundan deydi. Ket bundan degandan keyin Zaynab ketdi. Shungacha Zaynab ketmagan. Ya'ni bo'ldi, hatto kumushning nomini aytgandan keyin ham ket degandan keyin demak tugadi hammasi deydi. Va qo'shilaman fikringizga, bu yerda hamma tomon obrazlar bilan to'la. Obrazlar bilan to'laligi uchun Abdulla Qodiriyni juda ko'p narsasini tergovda qo'yishgan bo'lsa ham, asosan ketgan narsasi, olib ketgan narsasi ham Muhammad Yusuf aytgandek, o'tgan kuning o'tgan kundir, o'z boshingga yetgan. O'tgan kunlar bo'lgan. Mehrobdan chayon ham bo'lmagan. Chunki mehrobdan chayon baribir plankani qo'yib qo'ygan odamni shunga harakat qilib sakrashi. Endi o'tgan kunlar yozib qo'ydida, o'zi bilan o'zi tortishish kerak hozir. Juda qiyin bo'ladi odam hayotida bir juda katta ish qilib qo'yadi, qilsa o'zi bir shaxs sifatida. Keyin o'shanga o'ziga o'zi taqlid qilib yashaydi umrbod. Va o'zi bilan o'zi solishtiriladi. Hech kim birov bilan solishtirilmaydi. Hayotda yurgan payt men sizni oldingi holatingizni bilaman, men o'zimga ko'p aytiladigan narsa. Bemalol aytaman. Qo'ying deydi-da, u solishtirilmaydi deb. Abdulla Qodiriyda ham shu qiyin holat bo'lgan va shuning uchun ham mehrobdan chayonni yuqori saviyada yoza olgan. Quloqni cho'zib bo'lsa ham, tortib bo'lsa ham, aslini olganda unaqa ssenariy e'tibori bilan, syujet e'tibori bilan zo'r emas. To'g'risi zo'r emas. Lekin u Abdulla Qodiriy yozganligi uchun agar mehrobdan o'tgan kunlar bo'lmaganda, mehrobdan chayonda o'tgan kunlardagi hamma dard, hamma yashirin satr, hammasi shunda bo'ladi. O'zi boshida men shunaqa ham qilmoqchi bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni jur'atli qiz Zaynab yo'qdi. Uni xayolida ham Zaynab bo'lmagan. Zaynab ularning hayotiga kirib kelishidan oldin Abdulla Qodiriyning hayotiga kirib kelganda, bu asar yozishdi. Chunki o'sha bitta voqea, otam haqidagi bittagina u ichilar, bu ichilardan keyin uni butunlay yo'nalishi o'zgarib ketib qolgan. Qodiriyga ham oson bo'lmagan. Qodiriy menimcha baribir Tohir Zuhrani yozaman deb o'ylagan. Anvar Ra'no Tohir Zuhraga ko'proq o'xshaydi. Aniq obraz bor, aniq ichida yaxshi obraz bor. Bunda Zaynab ham o'zi aslini olganda yaxshi qilib yozsa bo'lardi demoqchiman. Men nima uchun aytdim? Tajribasizligi shunda. Chunki hayotning bir qismida bu, xohlasa xohlamasa, anaqa o'rtadagi muomalalar. Men o'sha ma'noda gapirgandim. Lekin fikringizga qo'shilaman, juda ko'p. Hozir endi 1 soatning ichida bitta tomonini ko'rilmasa, qolgan qismini gapirish uchun Tohir aka universitet ochish kerak deganlar-da. Qodirishunoslik universiteti. Men o'shanda sal erish tuyulgan to'g'risi. Tohir akaga borib turib ham aytganman, ko'p borib turardik ustoziga. Juda rasma deganman. Hali yaqinda bir do'stimiz aytdim-ku hozir menga e'tiroz bildirganda, o'sha gapni esladim. Ha, o'zing ham borib turib katta odamga shunaqa degding, senga ham shunaqa deyishyapti dedim. Shuning uchun hamma tomonini o'rganib boraveriladi. Balki mana shu darslar davomida ham o'rgansanglar bo'ladi. Bu ham darsga o'xshaydi. Mesela siyosiy tomonini ko'proq
yaxshi tushuntiradigan odam kelib turib ochib bersa yaxshiroq. Ya'ni bu endi chuqurlashtirilgan ilmda. Men endi o'zimni profilli sohani oldim va tahlil qildim deb o'ylayman. Rahmat. Keyin xavfsizroq hamda bu. Assalomu alaykum ustoz. Meni savolim o'tgan kunlardan tashqarida boshqa mavzu bo'yicha, ya'ni o'zingizni ijodingiz bo'yicha. Oxirgi 6 oy ichida meni miyamda aylanayotgan va menga yo'qotgan bitta she'riy jumlangiz bor. Bundan kelib chiqib, o'zim navoiyshunoslikka chuqur kiryapman. Aslida yo'nalishim menejment bo'lgani bilan va bunga juda ham mos kelayotgan siz ijodingiz bo'lyapti, she'riyat tarafdan. Agar ruxsat bersangiz bitta she'ringiz bor edi ustoz. Bulutlar suzadi moviyot uzra, ko'hna tilaklardan tilayman panoh. Yuragim qa'rida ismingni asrab, tilimga shivirlab chiqaraman oh. Turg'azib qo'yasan yerga qoqilsam, ko'tarilib ketar nigohimiz. Ko'rinmay turibki shuncha yaqinsan, ko'rsam qolarimkin menda men o'zim. Bu men siz ijodingizda eshitgan birinchi she'r va bu siz ijodingizga olib kirgan. Bundan ikkita savol kelib chiqqan. Birinchi savolim, sizni ijodga undaydigan asosiy omil nima? Ikkinchi savolim bo'lsa, sizni nazdingizda bu savolda javobi o'zi she'rlaringizdan bilinadi. O'zingizdan eshitmoqchi bo'lgan narsamiz, sizni nazdingizda ishq nima? Javobingiz uchun rahmat ustoz. Tushunarli. O'zi uch islomlarni bu she'rni mayli. Endi zo'r o'zi She'rlardan ekan. yani kecha bittasi shunaqa mavzuda aytdi. Men o'zim she'rimni yodlamaganman desam, noto'g'ri-ku, bu shoirlar yodlaydi, aytib beradi hamma joyda deganda. Men she'r deb nimani bilaman? Xayolda ham o'zgartirib bo'lmaydigan, mixlab qoqib qo'yilgan asarni tushunaman-da. Ammo o'zim she'rimni o'zgartira olsam, o'zim xayolimda. Bu she'r emas nima uchun deyman. Ya'ni Abdulla aka she'rini o'qisa, Erkin aka she'rini o'qisa, bo'ldi, bu mukammal. Ya'ni she'r sifatida mukammal. Bo'ldi. Unga qo'shimcha yaqinda qo'shimcha qilaman. Safarda yurgan paytimiz Waterloo degan joydan o'tdik-da. Men she'rga qiziqmaydigan yigitlar, savdogar yigitlar bilan yuribman, lekin saviyali yigitlar. Waterlooda xato qildi Napoleon degan Abdulla Oripov boshlanadigan she'ri bor. 3 kuplet. Zo'r she'r, Temur bilasiz. Waterlooda xato qildi Napoleon. Keyin men u she'rni taxminan yodlaganman. Qofiyalarini bilaman. Ya'ni she'r yozadigan odam sifatida uloqlayman. Waterlooda xato qildi Napoleon, shundan ketdi Jahongirning omadi dedim. Chunki omadini bilardim. 4-qatorda qolmadi degan so'z bor. Omadiga qofiya qilgan. Bu haqda gapirmagan qolmadi degan. Shuni aytdimda, shundan Bahodirning ketdi omadi dedim. Ularga aytib berdim. Keyingi kupletda Temur haqida, uchinchisida meni doston qilib 100 yilga olib borma, men Temur ham emasman, Napoleon ham emasman deb tugatgan Abdulla Oripov. Shuni keyin o'zimga o'zim aytyapmanki, shundan Bahodirning ketdi omadi, Jahongirning ketdi omadi. Hozir ochaman, she'rni qidiraman va aniq 100% aminman, Abdulla aka bunaqa yozmagan deyapman-da. Bu men o'sha paytda vaziyatdan chiqib ketish uchun qofiya qidirib, o'zimga to'g'rilab oldim. Ma'nosini bilaman, bo'g'inini to'g'riladim, bo'g'in masalasini muammo yo'q. Lekin agar mendaka yozganda Abdulla Oripov bo'lmasdi deyman-da. Ya'ni 100% bildim. Nima ekan o'zi aslida shunda kirsam, shundan qaytdi Bahodirning omadi degan. Ketdi emasdi. Shoirda dedim. Bitta oddiy voqea. Mana bundan tepadan topa olmadim-ku xayolimda. Men o'sha payt agar haqiqatan zo'r bo'lsam, haqiqatan bir shoir nomiga tushsam, shu joyda Abdulla akadan yaxshiroq yoki originalroq bir so'z topib chiqib ketishim kerak edi. Undan oddiy, hali primitivroq variant tanladim. Shundan ketdi, omad ketadi-yu. Qaytdi bo'lmaydi-da. Ya'ni fe'l ishlatilayotgan joyda Abdulla akani daholigi ko'rinadi. Shundan qaytdi Bahodirning omadi. Endi qaytishni boshqacha tahlil qiladi odamda. Demoqchiman, keyin o'zi she'rdan, shoirdanmi yoki muallifidan boshqa paytam so'rasanglar, ba'zi shoirlar buni tarixi bunaqa desa ishonmaydi. She'r to'g'risi topilma sifatida topiladi odamda. Hatto inson og'ir paytda yurgan bo'lsa, qanaqadir alamlarini olib olishi mumkin. Bir ikkita she'rlarim bor, haqiqatan o'zim bilan shuni o'qiganimda, o tutib qo'ygan payt yozgan ekanman deyman. Hani onamni ko'z yoshlari degan narsalarda hali javob berasizlar bir narsa. U tushunarli. U bir bo'lib turadigan narsa, u aniq
bo'rtib chiqib turadi. Lekin mana bu she'r izlash jarayonida shoirlar menimcha hammasi bir xil deb o'ylayman. Topilma topadi, yangilik topadi, yangi gap topadi. O'sha gapni topishga miyasini nimaiki resurslari bo'lsa ishlatadi. Qolgani man o'quvchi tomonidan tahlil qilinishi mumkin, o'quvchi tomonidan zo'r ekan deyish mumkin, har xil variantlarni aytish mumkin sababi nuzuli haqida. Lekin aslida voqeada unaqa bo'lmaydi ko'pincha. Men ba'zan shunaqa she'rlarni o'qiyman, o'z buyurtma bo'lib chiqadi-da. Muhammad Yusufda juda ko'p she'rlari falonga bag'ishlangan, pistonga bag'ishlanganligini eshitganman, qoyil qolib o'rganman. Haqiqatan u voqeani eshitsangiz, butunlay unga yozib bergan bo'ladi. Lekin yozib berish jarayonida ham men bitta voqea beraman shu yerda, uzr. Mayli, ish qoldirdim. Men bunga shoshilib ketishimiz kerak dedim-da. Men u yoqda bir yigit keldi, menga she'r yozib bering dedi. Top yozib beraman. Qanaqa she'r desam, dadam ovchilar dedi. Shu odamga o'g'liz yaqinda boradi, boshqa qilasiz deb. Endi menda mana she'rni qidirish demoqchiman. Men hech qanaqa asar yozmoqchi emasman. U asar qolmaydi ham, buni bilaman, uni yozib beraman, xatida ketadi. Shu joyda men endi ichkarida o'tirgan odamman, endi qafasdagi odamman. U odam ovchi, ota. O'z-o'zidan obrazda paydo bo'ldi. Endi Navoiyshunosman deganingizga sal balog'atliroq gapiryapman-da, rozi bo'lasiz. Teparoq gapimiz. Keyin she'rni boshladim. Ota ovchilik qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz, iloji bo'lsa borgunimcha qafasdan hammasini chiqarib yuboring, qafas yomon, bir narsalar yozib turib, hattoki deb tugatdim. Shufutinskiy degan artist bor. Ruscha bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Ayollar ashulalarni aytadi. Men yoshligimda eshitganman o'sha. Va sal quloq qori bo'lganligim uchun she'rini yodlab olganman. U Sharik haqida ashula aytgan. Sharik qamoqdan chiqyapti, uyga kelyapman. Men Sharikni qo'yib yuboraman hozir degan. Itni zanjirni. Agar ketishni xohlamasa otaman uni degan. Agar erkinlikka chiqib ketishni xohlamasa men uni otaman degan. Shu joyga, shu zanjirga, shu uyda o'ralashib yurishni xohlasa men uni otaman degan. O'sha kallang kelib qoldi. Hamma joyda har xil ishlaydi-da, miya ham. Shuni yozib turib, itimizni ham xullas oting dedim-da. Shunaqa tugatib berdim. Bu bola, men otam. Meni otamlar-yu bu she'rga. Yo'q, ota deb sog'inib boshqasi. Keyin aytdimki, unaqa bo'lsa dedim, otamga yozing desangiz bo'lardi. Nima qilasiz, ovchiligini ishlatdim. Ovchi obraz bo'lib qoldi. Men uchun she'rga qanaqadir yo'nalish berdi. Va yo'nalish u joyda yozilayotganligi uchun agar bo'lsa, men uni nima aytyapman, chiqqanimdan keyin daftarlarimni qahramonlardan borib, biz ham uyda o'tirgan payt, birinchi kelgan payti ko'rgani keldi. O'tirib daftar shuni o'qib qoldi shekilli. Unga ham ajablanib, men bu she'r zo'r chiqqan ekan. Keyin shuni aytib berdim. Shu she'rni olmagan u bola. Qaysidir daftarda bor, men uni chiqarmaganman. Chunki tushunarsiz u. Hozir misol sizga o'quvchi sifatida kitobga yoki ijtimoiy tarmoq qo'yadigan bo'lsa, uni hikoyasini men xoshimcha aytib berdim-ku, aytib berishim kerak. Undan ko'ra bu bo'lmaydi deb menimcha chiqib ketgan she'rlardan bittasi. Shuning uchun o'zi she'rda ma'no izlanaveradi odam, lekin ko'pincha shoir u kayfiyatda, u holatda yozmaydi, o'zi topilma sifatida yozadi. Ben shunigina ayta olaman. Endi ikkinchi savolingiz ishq dedingiz. Endi men boya aytdim-ku, o'zi hammasi shundan boshlangan. Keyin eng ko'hna rivoyat muhabbat asli degan Iqbol akaning she'rimida shunaqa edi. Eng ko'hna rivoyat o'zi hayotda muhabbat o'zi deyilgan. Men misol uchun o'sha Qur'ondagi bo'lib o'tgan haqiqatdan bo'lgan hikoyalarga qarasak ham, qissalarga qarasak ham, hammasi juda sodda, oddiy. Kimdir aralashadi. Men unga endi u yerda Alloh taolo ham bor va inson bilan ayolni bu yoqqa kelishi men o'zimcha o'ylaymanki bekorga berilmagan-da. Ya'ni shu bilan boshlandimi va shu bilan oxirigacha boradi. Hatto yaqinda Mahmud Tarobiy degan roman bormi sizlarda yo'q? Mahmud Tarobiy degan roman bor. Men hech topa olmadim, u yoqda o'qiganman. Muallifini ham bir tarixchi odam yozgan. Bu asarlar ko'p masalan bir xil oldin yoshligimizda juda qo'shiqqa berilgan paytimiz kutilmagan artistlarning she'r kasetasi chiqib qolardi. Hammasi zo'r bo'lib chiqadi-yu. Shu yozuvchini bilmayman mana qaranglar, o'sha yerda o'qiganman. Mahmud Tarobiyni hamma biladi, kim bilan urushgan.
Mahmud Tarobiy deyarli Jaloliddin Manguberdi, chunki Jaloliddin Manguberdi bo'la olmaydi. Jaloliddin Manguberdi Chingizni o'zi bilan urushgandi. Chingizni o'zi bilan urushgan odam bo'ldi. Yutqizadimi, yutadimi? Tayson bilan urushib 1 sekundda yiqilgan bokschi desa, Tayson bilan urushgan bo'ladi, bu bo'ldi. Shuning uchun Jaloliddin emas u, lekin keyingi eng kuchli farzandlari bilan urushganligi uchun va u haqiqiy mustaqillikni ifoda etadigan bir davlat qurmoqchi bo'ladi-ku. O'shani ham Mahmud Tarobiyni yozishda men rosa xursand bo'ldim, qoyil qoldim. Jahonga chiqishi mumkin ekan dedim. Shunda ana Varfolomey oqshomi degan roman bor. O'shanda ikkita oqim bor-u xristianlarda. Baptistlarmi, baptistlar, katolik pravoslavlar, katolik pravoslavlar protestantlarni o'ldirish kechasi bo'lgan-ku ularda Parijda. O'sha kechada katolik qiz bilan protestant bola bir-birini yaxshi ko'rib qoladi. O'sha oqshomda bir-birini o'ldirib yotishdi. Shunda bir-birini qidirib roman yozganda, o'zi eng oson. Hindlarda ham bor-ku, bittasi musulmon bo'ladi, bittasi musulmon bo'lmaydi, hind filmi tayyor. Bu o'zi azaliy oson bo'lgan ssenariy. Va uni xohlagancha cho'zsa, quloqdan tortsa, plastilin qilsa bo'ladi-da. Mahmud Tarobiy shunaqa yozgan. Mahmud Tarobiy saroyga borib yurganligi uchun musulmon bo'lmagan Chingizxonning nevarasini yaxshi ko'rib qoladi. U bo'lmaganmi tarixiy fakt sifatida bilmayman. Lekin shunaqa dahshatli bo'lib ketgan asar. Ya'ni boya siyosiy mavzular dedingiz-ku, siyosiy mavzularni bemalol ichiga kirib tashlasa bo'ladi endi. Chunki bu saroyning qizi u payti keldi, asosiy xatlar musulmonlar bo'lgan jamiyat, ular musulmon emas, yasoq yana boshqa narsalar kiryapti, bu tomon qarshi kurashyapti. Shu paytdagi narsalarning hammasi kiradi-da endi ichiga. Va Mahmud Tarobiyni juda yaxshi ko'rib qoladi u qizni ham yaxshi ko'radi-yu, lekin Tarobiy o'ta taqvodor odam bo'lganligi uchun bu narsaga yurmaydi. Ya'ni uni mana bu iymoni, ya'ni bu bazasi unga yo'l qo'ymaydi. Va oxiri qizni o'zi jasur qiz bo'ladi. Endi Chingizning nevarasi bo'lgandan keyin u shundan kelib turib, "Men seni yaxshi ko'raman, men senga turmushga chiqaman" degandan keyin bu aytadiki, "Sen musulmon bo'lishing kerak" deydi. Shu shartni qo'yib qo'yadi va bunga tayyorlan. Bu shundoq bo'lmaydi deb turib, u yerda umuman boshqa narsalar ham gaplashib ketiladi va jang bo'ladigan kuni, bular bu keladigan kuni, bu akasini rejalarini biladi u qiz, hammasini. Endi Mahmud Tarobiy tarixiy shaxs sifatida men bilardim, lekin shu bitta sevgi obrazini qo'shish orqali bu birinchidan jahonga chiqa oladigan darajaga chiqadi asar. O'sha tarjima qilsa Gollivud qila oladi, bemalol. Film qila oladi. Va oxirida ikkalasi yonma-yon bir-biri bilan qalqon berib, o'qilib qilish berib ikkalasi o'ladi. Va ikkalasini o'lgandan keyin bilasizmi, o'sha urushda u qanaqa maqom bo'ladi. Umuman boshqa narsaga olib chiqib tashlagan. U qiz shu sevgi bahonasida birinchidan e'tiqodi ham o'zgaradi. Keyin boshqa narsa topadi deb turib, sevgi, muhabbat hech narsa bo'lmay qoldi endi bularning o'rtasida. U o'zini qarindoshlariga qarshi chiqib turib, qo'pol o'tganda haqni topdi. Shu orqali endi hozir mana shunaqa bir-birini yaxshi ko'rish obrazi bilan olib bormasa, Mahmud Tarobiyni bunaqa qilib olib chiqish qiyin-da. Bir odam majburlab, "Sen kir, sen ertaga urushga bo'lmaydi." Unga majburlaydigan darajada hamma narsaga tupurib qo'yadigan, maydonga olib chiqadigan narsa oldin ham, hozir ham, keyin ham menimcha ishq bo'ladi. Uni qanaqa talqin qilinadi? U kimdir yomon ko'radi, chunki haligi ruxsat berilgani bor, ruxsat berilmagani bor-da. Men shunaqa tahlil qilinsa to'g'riroq bo'ladi. Ruxsat berilmagani bo'ldi shaytoniy, ruxsat berilgani bu insonning qonida bor. Insonning qonida bor narsa ruxsat berilmaganiga ham olib boradi. Va bu qiyomatgacha yashaydi. Shuning uchun ishq bu juda katta mavzu. Tohir aka aytganlaridek, ishqshunoslik universitetida olsa ham bo'ladi. Ya'ni tahlil qilish ma'nosida. O'qigan talabalar ham g'alati bo'lsa kerak. Shu. Birinchi so'z tili, ushbu kitob suyanchiq, siz yo'llar, yangi yo'l davomi bo'lishini xohlardik. Ikkinchisi, endi savol, o'zi gap o'tgan kunlarda aylandi ko'proq. Men sal boshqacharoq savol bermoqchiman, o'shaning uchun uzr so'rayman. O'zi mana kitobxonlik hozirgi kunda hamma boshqa sohalar kabi
content marketing ustiga qurilib, o'sha ustida yashayapti. Bu uchun hozir afsusdamiz, lekin bor haqiqat bu. Ko'proq reklama hisobiga yashab turibdi bu soha. Bunda ko'proq hozir SKU reklama qilyapti, ya'ni bitta mahsulotni aynan bitta turi. Masalan, Coca-Cola, Pepsi, Cola, Sprite bo'lsa, qaysidir bitta turi reklama qilinadi. Mana shuni ichkin deb aytiladi. Xuddi shunaqa hozir ham masalan odamlar o'zini saviyasi darajasi yetadimi, yetmaydimi, odamlar reklama qilayotib turib, qaysidir kitob qilib kelib olishga harakat qilishadi reklamaning kuchida. Va ularni yo'naltirish qiyinroq bo'ladi hozir. Men xohlardim o'zi umuman kitobxonlik norma o'sha o'zini suv loyihalanib tiladigan holatiga tezroq qaytishini xohlardim. Chunki bunda hozir hamma bir-biri bilan marketing sohasida kurashyapti. Marketologlar bir-biridan qimmat bo'lgan marketologlarni yollab qiyin bosqichga o'tirgan va bunda bitta katta muammo bor, bu influence marketing. Ya'ni bu yuzlardan foydalanish. Shu yuzlardan foydalanish masalasida ko'pchilik o'zi o'qimagan kitobini reklama qilyapti va bu sohaga yana ham qattiqroq zarba berishni boshlaganda, ya'ni o'zi har qanaqa narsani yemagan odam tavsiya qilsa yoki yemaydigan narsasini yoki bormaydigan oshxonasini reklama qilish, kiymaydigan kiyimini reklama qilish, shunaqa narsani ustiga qurilayotgani uchun bu narsada biz endi xohlardik boshqacharoq uslub bo'lishini va bunda oldin mana adabiyot o'sha Said Ahmadda paytida yashagandagi yana qaytishi uchun nima instrumentlardan foydalansak bo'ladiki, o'sha bugun ham unaqa yozuvchilar yo'q emas deb o'ylayman, lekin o'sha holatga odam tezroq qaytish xohlaydi, ya'ni tabiiy jarayon, tabiiy yurishini xohlaydi. Birinchisi tilagingiz uchun rahmat. Lekin niyat yo'q. O'lkish she'r ham yo'qda. Futbol she'rini qo'yib chiqmayman-ku. Ikkinchisi to'g'ri, xuddi meditsinadagi muammoga o'xshaydi. Hali dorilarni reklamasi shunaqa bo'lib turibdi. Inson sog'lig'i, ma'naviy sog'lig'ini kitobda davolaydigan boshqalarga ham o'xshash holat. Shu lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi deb o'ylayman. Bu yerda men endi hali reklama qiluvchilar nomidan gapiraman-da. Chunki shu kontentda yuribmiz. Lekin o'zim juda ko'p, misol uchun nashriyotlar, boshqalar, yana mashhurlardan ham asosan voz kechganimiz sababi, keyin ishlamay qo'yganimiz sababi ikkita o'zi. Birinchisi kitob o'qishim kerak. Endi tavsiya qilish uchun kitob o'qish kerak-ku baribir. Hech bo'lmasa o'zi yegandan keyin aytish kerak. Endi hammada ham bunaqa imkoniyat yo'q. Men misol uchun istalgan odamga mana yaqinda Tirilish nashriyoti bilan hamkorlik qilindida. Men o'zim aytdim, 5-6 ta kitob taklif chiqargan kitobingni ayting dedim, ichidan tanlab oldim. Buni nima uchun qildim? Men yoshligimda shunaqa holatim bor edi. Kitob o'qimasam, o'zim nazr qilib olardim. Bir kunda 20 bet o'qimasam, falon bo'lib, piston bo'lib, o'zim qasam ichib olardim. Hatto shunaqa bo'lgan 3 yil, 4 yil 20 bet o'qiydim-da. Gazetada ishlaganmiz Temur bilan bir paytlar, chempionlikda o'qiganlarimni varaq hisobiga qo'shardim. O'qib ko'rdim-da o'zim. Chunki kech kelardim, soat 1da kelganman va uydagilar 1da kelib turib kitob ochsam, ajablanmasdan, "Anva" derdi. Ya'ni vazifa qilsa odam o'ziga qiladi. Chunki misol namozga o'xshaganda, misol odam kechqurun kelib o'qisa, bu tushunadi. O'sha darajaga o'zimga o'zim o'qimaslik, o'zimni dangasaligimdan kelib chiqib, mana shunaqa qilib turib yechib yurganman-da, muammolar. Keyin kitob o'qimasang bo'lmaydigan joyga borib qo'ygan. Xudoyim. Va men ham shu tarafdoriman, lekin bu yerda qarz ikki qo'ldan chiqayotgani men o'zimda bo'ldi. Bir 5-6 ta nashriyotlar, 5-6 ta shu kitob sotadiganlar chiqdi hamkorlik. Chunki yuzdan foydalanish degan ma'noda eng yaxshi variantlardan bittasi menda baribir hozir. Inkor qilib bo'lmaydi. Lekin men deyarli ko'rgan bo'lsanglar, misol uchun aniq tiniq hamma biladigan, hamma o'qishi shart bo'lgan bo'lmasa, sharh kitoblari, yana boshqalar o'tgan kunlarda mesela bir sim olinmaydi-ku. O'tgan kunlar podkastda hamma joyda o'tgan, futbol plusda ham o'tgan kunlar bo'lgan. Bu o'zi tabiiy.
Mana shu tabiiy jarayon hisoblanadi. Men bunga ko'p rioya qilishga harakat qilaman, balkim rioya ham qilayotgandirman. Ko'rmaganimning sababi u tomondan bo'lgan takliflar. O'sha paytda mana bu kitobni beramiz deb turibdi-da. Yo'q dedi. Men bu kitob o'qisam hozir birinchidan kitob o'qish qiyin o'zi. Qiyin, men uchun hozir qiyin. Ko'p ishim ko'p, boshqa ko'p, oila, haq, tashvish. O'qiymanda u men kino ko'rsam ham, men kino jinnisi bo'lganman yoshligimda. Kino ko'rsam ham hozir 80 ta taqrizini o'qib, 8 balldan tepa bo'lsa, kino vaqtimni sarflayman. Ya deyman, bo'lmasa deyman, ana Kinopolis 8 bergan bo'lsa, aytdi yana bir narsalar bor. 3 ta 4 ta kriteriyalar bo'yicha 8 dan tepasinigina ko'raman. Chunki vaqtimni o'zimcha baribir qadrlayman. Hamma kino ko'rmaymiz-ku. Nima ko'p kino ko'p hozir. Hamma chiqaryapti. Kitob ham juda ko'p. Men kecha anaqada bir festival bo'ldi, kitob festival. Kim chaqirdi? 6 tami 7 ta Kimyo universiteti. Kimyo universitetida bordim. Kitob buncha ko'pligini men bilmas ekanman borku. Yuribman, tugamayapti. Men bilan yurishim ham noqulay, ya'ni hokimlarga o'xshayman. O'zim ham noqulay kitobman deb qo'yinglar, o'zim ko'p chiqaman dedim. Atrofda yuribdi, hozir telefonlarda syomka qilish boshqa kuchayib ketgan, noqulay his qiladi odam endi. Baribir bilamiz, shu zamonda yashayapmiz, lekin ular yoshlar, ular rostdan hurmat qilayotganini ham bilyapman boshqa. Bir erish tuyuldida. Keyin juda to'xtab, hali nomiga mana pishiriqlar qanaqa deb turib, tizirda ko'rsatib qoladi-yu. O'shanaqa deb tutdim-da o'zimda, o'zim ham uyalib ketdim. Demoqchiman, kitobni ko'pligini ko'rib turib, o'yladim-da. Demak, talab zo'r. Agar talab bo'lmasa buncha kitob chiqarilmasdi. Hali bir joyda juda ko'p quluplarga sotib turganini ko'ramiz-ku. Pomidor buncha sotib sotarmikin deysiz-ku, o'tib ketasiz. Siz o'tib ketasiz, olmaysiz. Boshqalar ham yo'q. Chiqdimi? Demak, talab bor-da o'sha joyda. Qurt sotadi-yu, perivalda. Buncha qurt qanaqa yeyishi mumkin odamlar deyman. Lekin o'shani olganligi uchun kecha-yu kunduz chiqib sotib o'tirishdi-da. O'tgan ketgan baribir yo'lda. Kitob ham shunaqa o'zi aslida. Lekin menimcha bu pora berish bilan pora olishga o'xshaydi. Ikkalasi ham jinoiy javobgarlikda bor, ikkalasi ham hadislarda bor, ikkalasi ham bir xil. Men bittasidan ustun qo'ymayman. Hozir qarz ikki qo'ldan chiqyaptiki, men o'zim bu boshimdan o'tgan narsadan xulosa qilyapmanki, kitobni reklama qilmoqchi bo'lganlar o'zi nosoz kitoblarni tavsiya qilish yoki umuman egasiga berishmaydi. Fantastikani menga bersa g'alatida. Menga indamasdan kelib turib o'tgan kunlarni bersin, pulini bermagan taqdirda o'zi shuni qilib yuribman deyman. Masalan, bu to'g'ri yondashuv bo'ladi. Yoki bir diniy, ma'rifiy mashhurlar menga tushadi. Unda chiqib turib gapirsam ham ko'radi. Unga zo'r ssenariy ham kerak emas. O'zim telefonda o'zim syomka qilsam bo'ldi. Yeb ketadi, zamonaviy tilda aytganda. Shuning uchun qarz ikki qo'ldan chiqib turibdi. Balkim bu narsa o'zi kitobga bo'lgan munosabat kuchayib ketgandan keyin, kitobshunoslik degan bir ilm paydo bo'lgandan keyin menimcha joyiga tushadi bu narsa. Chunki tibbiyotda tushdida, tushyapti joyiga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana o'sha dinet chiqdi, yana boshqa narsalar chiqib, chet elda ko'rgan narsalarimiz o'z bo'lishi kerak edi. Men o'z qayg'urardim shu narsa. Qanaqa bu 80 ta dori bitta bosh og'riqqa yozish mumkin emas derdim-da. O juda o'xshab ketadi. Kitobda hozir men bu yerda kutubxonada ishlaganman-da, xuddi shu ish tushib qolgan zimmamga. Tasavvur qiling, ko'chada birovning cho'ntagidan narsa o'g'irlab yurgan bola keladi. Ko'cha g'irt umuman kitob o'qimagan. Shunga men kitob tanlab berishim kerak. Xotin aytmayman, ba'zi kitoblarni o'qimagani yaxshi deyman, deb ko'raman. O'sha kitoblar ko'p o'tdi. Chunki muhit shu, saviya shu. Endi kim boradi o'tga ko'proq? O'qimaganlar boradi, o'zi aslida juda o'qib olganlar boradi, o'qimaganlar boradi. Keyin o'yladim arasa. Men kutubxonada ham o'tirardim, mana biladi deb turib tavsiya berishganda, shu sal bo'lsa ham hali keyingi saviyali qatlamga ilashtiradigan narsani taklif qiladi. Chunki ba'zi asarlar bor, hali oldin bilasizlar, gazetalarda chiqardi. Bo'lim keyin oxir kitob qilib chiqarishardi. Men otlarni aytmayman, mualliflarni aytmayman. Temur biladi, tanishlarimiz ham bor ichida. Endi tanishmay boshqami haqiqat tanishdan ustun turadi. Ularni berib bo'lmaydi. Shuni o'qisa agar, shuni kitob deb o'qisa, birinchi marta ko'rib turibdi, o'shanda qotadi. Undan o'qimay yurgani yaxshi, bir kun normal yo'lga tushib olishi uchun.
man shunaqa deb hisoblayman. Ya'ni o'lchovim va shunaqa edi va har doim shuni gapirib yurganimga qiziqadi endi haqiqatdan bo'sh nima qilish bilmaydi, bir o'qib ko'raychi o'zi nima ekan deb turib, umrida o'qimagan bo'lsa, maktabda o'qimagan bo'lsa, ko'proq shunaqa bolalar bo'ladi. Shular o'qisa, keyin ilib ketmasa to'xtab, baribir ana kitob berish kerak ekan degan xulosaga ham kelardim. Demoqchiman, bu o'z-o'zidan talab oshgandan keyin iziga tushadi deb o'ylayman. Men bilmayman qanaqa tushadi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Lekin odamlar talab qilayotgan odam baribir tartib bozor o'zi narx belgilaydi deganlar-ku. Narxdan tashqari saviyani ham shunday o'zi epiqga keltirib qo'yadi. Buning uchun mana shunaqa o'tish davri bo'ladi. Hozir men ham yoqmaydi, ko'raman, mana tavsiya qilib turgan paytda, boshqa bo'lib turgan paytda o'qiganmikan o'zi deyman. Men masalan uchun hattoki ba'zi o'qimagan kitoblarimni ham qo'rqmasdan ayta olaman. Shayx kitoblar bo'lsa, o'qimaganman. Lekin o'qiydi deyish bu noto'g'ri emas deb o'ylayman. Buni eshituvchi ham tabiiy qabul qiladi va qisman ma'nosini bilib turib shu haqda ekan, endi barib yolg'on, to'g'ri. O'qimadim yoki o'qidim desa, u yerda yolg'on aralashishi mumkin. Lekin umumiy tavsiyada men hamma tan olib bo'lgan narsalar tavsiyasida bu yerda men xiyonat yo'q deb o'ylayman o'zi aslida. Lekin ba'zi asarlar bor, endi chiqib kelgan o'rtacha. Men o'zim shu qatorda aytmayman. Ikkita uchta taklif bo'lganda, boshqa bo'lganda men qilmayman. Gap pulda emas, pul hammaga yaxshi. Pul yoqadi. Balkim o'qib ko'ring dedim. U ham menga aniq ketib olmayapti. Nima edi? Shuni qilib bering deb. Bilib turibdi. Odamni biladi-yu, taniydi baribir. Nimada rozi bo'lib, safarga chiqqaningizda boshqa desam, xotirjam bo'ling, bu bar yaxshi emas deb. Ba'zi shoirlar bor, meni ijodimdan Temur bilan kelib turib yaqinda ijodimdan bir ikkita she'rlar jo'natsam xayrli aka, o'qib berib tursangiz bo'ladi deb. Sen xotirjam bo'lsan, hayot ijodga kirmaydi dedi. Va buni kelajak uchun ham bemalol ayta olaman dedim. Hech qachon saviyali bo'la olmaydigan odamlar bor-da. Taxminan bildinglar. Sansilab gapirganimda. Shu meni ham o'ylab yurgan narsam va kitob masalasida ko'p reklamada chiqmas. Mana oxir mana lof bo'lmasa aytaman. Anaqani qildim haqiqatan tavsiya va o'qib chiqdim. Va o'qib chiqish asnosida men qo'yib qoldim. Nimaga o'qidim? Xuddi boyagi filmni tanlayotganda Leonardo DiCaprio o'ynagan, falonchi o'ynagan, pistonchi o'ynagan, rejissyor Cameron. U plankasi bor, yomon qilsa ham bor-ku, boshqalardan zo'r bo'ladi. Aniq u. To'g'rimi? Bular o'ynagan bo'lsa, Cameron qilgan bo'lsa. Men shunaqa ma'nodagi 4 ta kitob ko'ring deyishdi va ichida Baxtga yo'llanma, Farobiyda endi 10 asrdan beri yashayotgan odam, hozir 100 yillik gapirib turibmiz. 10 asrdan beri. Umuman anaqa juda ko'p olimlar, hatto islom olimlari ham ba'zi joylarini Farobiy yozayotgan paytida odamlikdan chiqib turgan shekilli deyishadi. Shu darajadaki bu qanaqa bu odam bolasi Abdulla aytgandek odam bolasi yoza olmaydi degan, xuddi shunaqa qanaqa o'ylagan ekan deydi-da, chunki bu odam butun bir falsafa olamidan tortishayotganligi uchun menimcha o'sha Buxoriy bilgan hadis yig'masa, hadislarni saralamasa rasvo ahvol. Abu Hanifa chiqqan paytda fiqh degan ilm kelmasa rasvo, bilib turib. Bu zamonda o'zi Alloh taologa chiqaradi odamni. Va Farobiy men o'ylaymanki butun bir falsafa olamiga aynan islomga eng katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan sohaga qarshi o'shani tilida gapirishi demak odamni darajasini ham ko'rsatadi va ikkinchi muallimni bekor shuni o'qidimda qizig'i ana Fozil shaharlar kitobi mashhur kitobini yoshligimizda o'qiganmiz, boshqa taxminiy xulosam bor edi-yu, lekin o'qish asnosida o'qib o'zimga o'zim aytolmanda, ya'ni reklama uchun olinganligiga ham ozgina uyalyapman, boshqa o'zi o'qishing kerak edi-yu degan narsa turibdi va o'qib bo'lgandan keyin men uchun uni tavsiya qilish qiyin ham bo'lmadiki, o'sha nuqtani topdim. Ko'rgan bo'lsanglar, Instagramga qo'ydim. Baxtni o'lchovini bergani o'z menga yetdi-da. Ya'ni baxt hamma u deydi, bu deydi deb turib 10 betni 20 bet tavsiya qilib, ya'ni tarixdan keltirib, ya'ni Yunonlar uni deydi, bular bu deydi, bular bu deydi. Rosa olib kelib oxirida o'zining xulosasini berishi bu endi hali sharq tilida aytganda maestro edi. Haqiqatan ham. U aytganki, baxt degan meni tushunchamda degan shunaqa manzil bo'lishi kerakki, unga olib boradigan izlanish va tadqiqotlar hammasi
baxtga yetdim deganda tugashi kerak. Ya'ni formula bergan, baxt shunaqa bo'lishi kerak. Baxtga borgandan keyin bo'ldi. Baxtdan davom bo'lmasligi kerak u yog'i. Va shu formulani yechib bergandan keyin bo'ldi. Baxtga yo'llanma, bunga qanaqa yo'llanma? Eng yuqori manzilmi degan, eng yuqori manzilga xohlaysan, xohlamaysan, eng yuqori ishlar bilan borasan degan. Eng yuqori niyat bilan juda oson yozgandek tuyuldi. Hani primitiv shoh asarlar o'zi oddiy bo'ladi. O'tgan kunlar nomi, urush va tinchlik, qanaqa nima zor, oddiy-ku nomlar o'zi bo'ladi. Lekin ichiga kiradigan bo'lsa ham oddiylik bunda o'ylab qarasa, shu anaqa ham o'tgan kunlar ham oddiy hayotdan bitta voqealar o'tadi. Lekin o'sha oddiylikda yashiringan katta narsalar o'sha asarni buyuk qilib yuboradi. Shuni men hozir buni tavsiya qilib, o'sha men ishimni qilib bo'lganman. Ya'ni hamkorlikdagi vazifani bajarib bo'lganman. Bu tashqaridagi gapni aytyapman. Bu narsani endi sizlarga bog'lab demoqchiman. Reklama qiluvchini quvuradi, pul deb quvuradi. Pul hammaga kerak. To'g'ri tushunish kerak-da. Reklama qildiruvchi qilmaslik kerak. Bu yoq tomonda ko'proq insof bo'l. Chunki yurish nega pora beruvchi birinchi keladi desa, beradi-da. Birinchi berilgan borki, keyin olgan bor. Bu yerda reklama ben 100 man, faizman deb turib, hech kim kutubxonaga kelib turib, men kitobingizni reklama qilib oling demaydi. Aytadi bu yo'lda. Shuning uchun birinchi yurish sizlarda. Yana ikkita savol bermoqman. Uchrashuvda edi. Ustoz, yana ikkita savollar. Voy, keyin javob. Qisqaroq bo'ladi. Ishingimiz boyadan beri qizlar bera qolsin. Hali huquq to'g'risida keyin gap bo'lib qolmasin. Assalomu alaykum. Bu savol menda hozir yaqinda uyg'ondi. Aytdingiz-ku, Abdulla Qodiriy yoshlik degan, ozgina Zaynabga adolatsizlik degan dedingiz. Agar ozgina bo'lsa ham yaxshiroq munosabatda bo'lganda, ozgina bo'lsa ham o'zgartirish kiritilganda qanaqa bo'lardi? Yoki qanaqa bo'lardi? Zaynab kumushni zaharlarmidi yoki o'zgarib ketarmidi? O'tgan kunlar umuman qanaqa bo'lardi agar adolatni ushlaganda? O'zi o'yladi. Kelasi o'ldiradi. Ya, bilmayman, endi buni Abdulla Qodiriyning o'sha kuniga tushib, xuddi shu yo'sinda davom etish kerak va o'sha hayotda yashash kerak bo'ladi. O'ylashimcha, men shu fikrdaman, 40 yoshda, 50 yoshda yozganda boshqacharoq yozardim. Chunki munosabatlarni biladi, juda ko'p hayotiy tajribaga ega bo'ladi va buni bekorga aytmadim, telbada xohlasanglar o'qisanglar bo'ladi, yaxshi asar, lekin juda qiyin. O'zbekchasini zo'r tarjima qilingan boshqa yo'q. Odam qiynalib ketadi. Telba bu Dostoyevskiy Laylo va Majnun o'qigan, Majnun obrazini yozmoqchi bo'lgan. Ya'ni Majnun bilsanglar eng toza yigit sifatida ko'ringan. Ilohiy ishqqa ham taqashadi, boshqa ham. Lekin Majnunda hech qanaqa anaqa yo'q. Hatto ismidan ham voz kechgan. Laylo va Majnunda oxirida Layliman deydi-ku. Bitta qabrga ko'milgan. O'z tarix shunaqa o'zi. Hatto otini ham Layli bo'lib ketadi, Majnun Qays bo'ladi. O'zi aslida Qaysligini ham esdan chiqarib Majnunga aylanadi. Telba ham telba, normal jinni, telba, idiot. Ruschasi g'alati menga. Idiot sal boshqaroq so'zda. Bizdan tarjima yaxshiroq chiqqan. O'sha telbada Dostoyevskiy baribir rus madaniyatini bilasizlar, bemalol ayol, erkak o'rtasidagi munosabatlar, qolib ketgan ishqiy munosabatlar, ularning hazil-huzuli, boshqa millat, butunlay boshqa va shuning uchun u qiynalmagan va u keyin yozgan, yoshi o'tib qolgan paytlari yozgan u ham. Va shunda nima uchun boya ota meni o'zi o'lar dedim, hazil ma'nosida gapirdim-ku o'zi aslida, lekin o'shanda telba o'sha knyazmishki o'zi o'ladi oxirida. Ikkita qizga teng munosabatda bo'lish, u adolat degan narsalarni tushunmaydi bizni qoidalarni. O'zi umuman men insoniy shuni ushlayman deb turib ushlolmaydi. Osa qiynalib ketib, boshqa bo'lib ketib, ikkalasi bir-biri bilan yomon bo'lib, ikkalasidagi bir-biridagi vajohatni ko'rib turib, bu qanaqa qilib inson shunaqa bo'lishi mumkin bir-biriga deb tong ham ketib qoladi. Va oxiri idiot bo'ladi. O'zi boshida tuzalib kelgan bo'ladi va oxirida jamiyatda o'zi nima qilmoqchi bo'lgan? Dostoyevskiy, men shu bahonada aytib ketayim. Dostoyevskiy toza odam,
top-toza odam, Majnunga o'xshagan toza odam bizning jamiyatimizga kelsa, nima bo'ladi, ko'ramiz degan. Tadqiqot o'tkazamiz, shuna maydonga tashlagan, jinni qilgan bo'ldi. Va jinni qilishda o'sha ikkita qiz ham juda katta rol o'ynaydi. Men o'ylashimcha, Otabek ham Otabek hozir bitta tomonga yaxshi munosabatda, bitta tomonga yomon munosabatda bo'lgani uchun kumush indamay yuribdi, kumush chiroyli o'g'risida. Xuddi shunaqa qilsin edi, ko'rardik. Birinchi bu zahar beradi. Assalomu alaykum. Shaxsan ham borda, impostor. O'tgan kunlar asari boshida yoziladiki, bu asarni men 5 marta o'qishni tavsiya qilaman. Va bu 5 marta o'qiganda siz oilani, siyosat, tarix ilmini va til ilmini juda yaxshi o'rganib olasiz deb yozilgan yozuvchi tomonidan. Va bu asarni 100 yildan beri eskirmasligiga bir sababi bu ishdagi olinish kerak bo'lgan foydalarni hali ham tugamasligidanmi deb o'ylayman. Shunga qanday fikr bildirasiz? Siyosiy ilmlari, oila ilmi, tarix ilmi, til ilmi bo'yicha olinadigan ilmlarning ko'pligi borasida. Endi Abdulla Qodiriy o'zi nima yozayotganligini bilgan, o'zining darajasini bilgan va bu birinchi asarida juda katta narsalar qilib yuboraman shekilli deb yozgan va qildim ham deb hisoblagan. O'zi yig'lagan asarni edi. Shuning uchun ham 5 marta o'qishni tavsiya qilgan. Bu majoziy menimcha. Bu 5 marta shoir odam, keyin intriga. Men dunyoda ko'rmaganman o'zining kitobini bunaqa reklama qilgan odam. Abdulla Qodiriy shuni qilganda, boshqalar yozadi, boshqalar zo'r ta'riflar berishgan. O'sha Jinoyat va jazoni o'qigan ruslarni mashhur adabiyotshunosi bo'lib, hammaga ta'rif beradigan o'sha paytda. U aytgan, men Jinoyat va jazoni o'qib chiqib, amin bo'ldim, Dostoyevskiy odam o'ldirgan degan. Odam o'ldirmasa bunaqa yoza olmaydi degan. Bilyapti, hamma narsani bilyapti. Chunki plan qiladi, plani butunlay o'xshamaydi. Ya'ni o'zi voqea shunaqa bo'ladi. Au yashagan-ku, o'sha o'ldirganlar bilan gaplashib yurgan-ku. O'shalarni o'rganib tajriba qilib yozgan. Bu yerda Abdulla Qodiriy menimcha o'zi intriga nuqtai nazaridan ham yozgan va buni mana hozir siz aytayotgan versiyasi ham bor. Men aytgan bo'lardim, turli yoshlarda o'qish kerak va unda qahramonlar o'zgarib boraveradi, ranglar o'zgarib boraveradi. Har tomondan olib kelaveradi. Atayin qilgan ham bo'lishi mumkin. Lekin atayin qilishiga asar ham javob berish kerak, o'zi bilgan, nima yozganini bilgan. O'zining darajasini o'sha kun uchun havasaki yozaman deb turib kamtarinlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bitgandan keyin yozgan. Bitgandan keyin 5 marta o'qishni tavsiya qilaman deyishiga asar ham bardosh berish kerak-da. Shuning uchun u bardosh berishiga ishongan va rostdan ham obrazlari ichida juda ko'p narsalar yashiringanligi uchun turli yoshlarda, meni versiyam, turli yoshlarda turlicha talqin qilinishdi. Men hozir bu fikrlarni 50 ga kirganda gapirib o'tiribman-da, lekin 70 ga chiqqanimda Xudo umr berib, boshqa narsalarni gapirishim mumkin. Umuman ko'rmagan jihatimni ko'rishim mumkin. Hammasini Yusufbek hojining ko'zi bilan ko'rishim mumkin-da. O'zbek oyimni tushunishim mumkin, misol yosh sifatida yoki Marg'ilondan qizini berayotgan, hozir tanqid qilib tashlaydi-ku hamma. Nimaga berib yubormagan, qizini baxtli bo'lishini istab, oddiy gapirib yuborishadi, lekin ota-ona o'sha yosh qizini chiqarish, hamma narsani shundan keyin biladi odam. O'tgan kunlar shunga javob bera oladi. Yillar davomida haligi reklamalar bor-ku, bu yoqdan borsangiz boshqacha ko'rinadi, yozuv bu yoqdan boshqacha 3 xil, 4 xilni ham o'ylab topishgan. O'tgan kunlar shunaqa asardi. Shuning uchun ham bundan yaxshini yozisha olmadi va shuning uchun ham bugungi kunda bu o'rnak bo'lib turibdi. Keyin men yoqadigan tomoni o'tgan kunlar ko'p aytaman. Men boshqa tilga tarjima qilib bo'lmaydigan asar deb bilaman. Chunki haddan tashqari tilga bog'liqlik jihatlari ko'pda. O'ta madaniyat va yopiq madaniyatni ifoda etgan. Biz yopiq bo'lganda baribir o'ta xonlik ham, uylar ham, qadimda hovlilar ham ikkita bo'lganda. Kichik juda og'ir bu narsa. O'shalardan tortib chiqqanligi uchun buni men Venger tushunmaydi deb o'qisa. Yevropani asarlarini bemalol hazm qilib ketaverishimiz primitivroq va ular ochiq bo'lganligi uchun, hovlisi ochiq bo'lgani uchun, o'zi ochiq bo'lgani uchun hech anaqasi yo'q. Moliyaviy tomoni yo'q. O'tgan kunlarda men aytaman ham boshqa tilga tarjima qilmasa ham bo'laveradi. Boshqa tilga tarjima qilganlar tushunmayapti-da, yana bittasi kelib turib, yana ko'p narsalarni eshitib turib, tarjimani yoqib yuboraman ham dedi o'sha amerikalik odam. Sanatullohni oldi. Men tamom bo'ldim. O'zim sen meni o'ldirding deb uydi. Men ham bor edim o'sha paytda. Shuning uchun talqini har xil 5 ta o'qish
aytamiz va siz azizlarga ham rahmat aytamiz. Yaxshi kech bo'lishiga qaramasdan shuncha o'tirib tingladinglar. Ko'pchilik savol berishni xohladi, afsus vaqtimiz chegaralanganligi sababli biz hammaga imkoniyat bera olmadik. Endi hozir bizda 6 tacha savol bo'ldi. Eng yaxshi ikkita savol egasini man topib berishim kerak. Siz Jamol aka savollar yo'q qolsa men boshqa Savol yoqmadi. Qayta javob berdim. Shu singlimizni savoli, ya'ni jamiyat haqidagisi sizda va Navoiyshunos. Ya'ni sal boshqa tomondan kelingani. Keyin o savolni kuchi men o'zimcha shuni o'ylayman. Javob beruvchini ko'proq ochishi dedi. Ko'proq javob bersa, majbur qilsa, jurnalistga shunaqa o'rgatiladi. Masalan, bitta savol turli xil ko'rinishda Ronaldo kelganda Cristiano 2009-yil men intervyuda qatnashganman-da va chet ellik jurnalist bo'lgan. Shu joyda farqimizni ko'rinib qolgan. Ronaldodan eng zo'r futbolchi kim dunyoda desa o'zim dedi. Shunaqa 2009da ham shunaqa bo'lgan u. O'zim dedi. Keyin yana bir qanaqadir boshqacharoq qilib berib ko'rishdi, yana javob berdi. Keyin bittasi aytdi Turkiyalik. O'zbekistonga har yili dekabrda zo'r futbolchilar kelyapti, talantli. Undan oldin Messi kelgan, undan oldin Xavi Iniesta keldi. Shular kelyapti. Keyingi yil kim kelishini xohlaysan deb shu savolni baribir berdi deb boshqacha qildi. Ronaldo o'zini chaqirishadi yana dedi. Ilinmadi, u ham tayyor ekan. U ham bunaqa savol javoblarda ko'p qatnashganligi uchun yana keyingi yil o'zini tavsiya qiladi. Ya'ni mendan zo'r yo'q dedi oxiri. Bundan zo'r bor ekan-ku bildik. Endi demoqchiman, shu ikkita savol qoyalar xafa bo'lmasin. Men uchun sal ustunroq bo'ldi. Xo'p, endi bugun biz sizlar bilan ma'lum bir matnni o'qiganimizda imkon qadar uni ortiga nazar solishga harakat qildik va keyingi suhbatlarimizda ham shu shaklda davom etamiz degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga katta rahmat. Ustoz Xayrullo Hamidovga shu ishtiroklari uchun Qamar kitoblar do'koni nomidan qo'yganlarimiz. Tabobat do'koni nomidan qadar. Bu ham reklama turiga kiradi. Bugungi tadbirdan taassurotlaringiz? Bugungi tadbir ajoyib o'tdi. Shu Xayrullo Hamidov ustoz o'zlari keldilar. Shu o'tgan kunlar asarini tahlil bo'lib, shu tomoshabinlardan ajoyib savollar bo'ldi. Ustozning o'zining fikrlarini eshitdik. Boshqa mavzularda ham keng yorqin fikrlarni eshitdik. Ustozning o'zi bilan dastxat olib rasmga tushish ham nasib etdi. Bugungi tadbirga men Jizzaxdan keldim. Tadbir ajoyib bo'ldi, esda qolarli bo'ldi. Buning uchun Qamar jamoasiga alohida rahmat aytaman. Juda ko'p bilmagan bilimlarimizni oldik. Shu zo'r bo'ldi. Sizlar o'tkazayotganlaringiz uchun rahmat. Lekin oxirgi savol bera olmay qoldim. Endi shu agar to'g'ri bo'layotgan bo'lsa savolim shu o'zlariga o'tgan kunlarmi yoki jinoyat va jazomi degan bo'ladi. E'lonidan ko'rgandek, o'tgan kunlar haqidagi suhbat bo'lib o'tadi deb. Bu o'tgan kunlar kitobi haqida juda ham ko'plab suhbatlar bo'ladi aslida. Boshqa insonlar bilan, boshqa ustozlar bilan, lekin meni ko'nglimdan joy olgani va eng menga ma'qul kelgani bu Xayrullo Hamidov ustoz bilan bo'lganim bo'ldi. Avvalo tadbir uchun katta rahmat. O'ylaymanki, bu kabi tadbirlar yana ko'payadi, ko'proq vaqt ajratiladi. Savollar ko'paydi. Vaqtligini olmaslik uchun aniqmadik. Har bitta kitobni muallifiga yaqin bo'lgan insonlar ham chaqirilsa suhbatga, deylik Qodiriyni oilalaridan kimdir ishtirok etsa, menimcha kimdir ishtirok etdi-yu, ularga so'z berilmadi shekilli menimcha. Umuman olganda yaxshi inson tanlangan Xayrullo Hamidov. Yana boshqa mehmonlar chaqirilsa, har doim ishtirok etishga, oilamiz bilan kelishga harakat qilamiz.